Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. Ölçmez izler programımızdan 6. sanı görüşmelerine kızgın karşılayımız. Ben Abdullah Yalqın. Kadirli görürmelerimiz her ayda bir kıtım huzurunlarda buluvatkan bu programımızda hımılah məlum boğandek bu milletimiz üçün, vatanımız Şarkı Türkistan üçün bütün hayatını bağışlayan, bütün asli vesli barlık hayali bu milletninki müstakilliği, bu milletninki erkilligi üçün hemen aslını atıgan ani şu kahramanlarımız, yol başçılarımız, reislerimiz diyendek bu milletin tarihinde ötken şu meşhur kişilerimizni bir tarihimizde bir asleş, ulanın ruhiden ilham edip tehimi güçlük bir şekilde bu cengde dadil kadem bilen meniş üçün uğurlaştırgan programımızdan bugün 6. sanımız geldik. Aldı bilen programımızın daimlik mekmini hemilatını şu boğan hürmetlik ustaz Yaponiya Kagoshima Halkara Üniversitesi okutukçusu şundakla hazır Ankara İctimai Yapılar Üniversitesi Yapon Tili ve Edebiyatı Fakültesi okutukçusu hürmetlik doktor Hacı Kutlu Kadir'in teklif oldu kıymetli vaktini çıkarıp ta Ankara'dan kepegeli için köp rahmet etiniz. Allah razı olsun. Kadirli görürmelerimiz, programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arkalık Naq Meydan'dan tarqıtılıp atıdı. Ekran aldığı çıktırılgan numarımız şundaqla ictimai uçur vasıtlarındaki alaqı vasıtlarımız arkalık. Programımızga alaqadar har qandaq fikir teklif, suallar bolsa soruşunlarını, fikir teklif bolsa berişinlarni ümit qilamiz. Şundaqla köpligen qarindoshlarımızın foydalanishi uchun hem baharlab qo'yishni ham unutmag'aysizlar. Bugünkü sanımız biz tünügün e'lonimizda bergandek Cumhur Reisimiz Xo'janiyaz Hacim haqida bu suhbat qilganligimizni e'lon bergandik. Albatta Xo'janiyaz Hacim degan vaqtimizda har qanday bir Uyg'ur o kişinin kim ekanligini en aqallisi bizning Sharq Turkiston Islom Cumhuriyatimizning birinci Cumhur Reis bo'lgan tafsiliy hayotini bilmasimi bu derhal isig'i keldi deb qarayman har qanday bir Uyg'urniki. Endi mana shundaq bir dahi bo'lgan bir shaxsiyatni bugun biraz tafsiliy holatda tunishga tirishimiz dünyada Sharq Turkiston dünya Cumhuriyet sistemasiga o'tgandan keyin yer yüzüde tunji Cumhuriyet sistemasida İslam Cumhuriyeti deb nom olgan bu Sharq Turkiston Islom Cumhuriyatiniki tunji raisi bo'lish sharafiga noil bo'lgan bir shaxsiyat bugungi suhbat qildigan shaxsiyatimiz. Ammo afsuski nurg'un shu vaqtdagi tragediyalar, qalaymiqonchiliklar bu Cumhuriyetimizniki uzunga davom qilishiga fursat bermagan bo'ldi. Hürmetli doktor kirib ketsek albatta tafsilot to'xtalamiz. Aldı bilan Xo'janiyaz Hacimning tarjimani qilib qisqacha bir shaklda to'xtalib, uni keyin programmamizga kirib ketsek. Xo'janiyaz Hacim merhum liderimiz Cumhur Reisimiz bugün günlükte hatırlap oturduğumuz Allah makanını cennet eylesin, ruhunu şad olsun. Yani vatan millet için en ağırlıkçı nefsigice kıraş kılan büyük kahramanlarımız ve bizim büyük liderlerimizin biri. Xo'janiyaz Hacim 1889 yılı Qo'molda tug'ilgan, o'zining diniy o'qish madrasalardagi savatlari orqali keyingi vaqtlarning o'zida yani Qo'mol Van ordisi deymiz, Beg ordisida mashqavulluq, yani muhofizatchilarni tarbiyalash, harbiy ta'lim tarbiya berish mushu ishlarni elib borgan. Keyingi vaqtlarda 1914-15'leri Rossiyaga chiqib ketgan. Rossiyaga chiqib ketgan vaqtlarning o'zida Rossiyada Birinchi Dunyo urushi bo'lib atganligi uchun Rossiya Çarpatiya hukumatiningki shu vaqtdagi zapas askari qo'shin qismida tarbiya ko'rgan va 1915dan keyin Saudiya Arabistonlarga berib, Saudiya Arabistonlarda haj tavof ishlarini qilib G'uljiga qaytib kelgan. G'uljidan keyin 1928-yilning o'zida Qo'molga qaytgan bizning mashhur tevrenmez iradlik liderimiz ve kahramanımız. Hoş. Köpten köp rahmet. Elbette degenimizdek qalgan bu jarayonlar elbette meyli vatanın içideki bolsun, sırtideki mecburiyetler mezgilde o yerda qalgan barliq ishlar yozilgan jünşo'rin bularninki tafsilotini ko'rilmalarimizga havola qilamiz, kitoblardan texnik tafsiliy ko'rishni. Programmamizga yetmaganlik uchun shu vaqtimizga qisqartib butun vaqtimni yaxshi foydalanish uchun ketyapmiz albatta qisqa shaklda. Endi Xo'janiyaz Hacim yaşagan
devir hakkında biraz bir Yani Hocaniyaz Hacim yaşayan devir, yani bizim Orta Asya cümleden Şarkı Türkistan toprakları nahiyeti siyasi bir krizisge duç gelip atkan bir vakit. Bizning takdirimiz Şarkı Türkistan'ın ki Asya'nın sakçısı, Avrupa'nın jandarmisi deb atalgan Rus imperiyasi ve keyingi vaqtdagi Bolşeviklar Sovet İttifaqıga bağlanganligi uchun ikki qatimliq cumhuriyetimiz ve onun oldida qurilgan 7 şehir devleti, bedevlet devletinin takdirleri Rus imperiyasi ve Sovet İttifaqı'nınki nisbi qo'llashi bilan nisbi muvaffaqiyatlarga erishgan bo'lsa-mu, lekin buningki mag'lubiyati ko'p bo'lgan. Şu vaqtlardaki siyasi atmosfera qandaq degan vaqtimizda siyasi atmosferani, yani Orta Asya'nın siyasi atmosferani, yani Şarkı Türkistan'ın siyasi atmosferani görüşümüz için biz biraz yani Yaqubbek zamanımızga ketishga to'g'ri keladi. Yaqubbek zamanısının özüde mi Qashqariya devleti, yani 7 şehir devleti qurilgan bo'lsa-mu, 7 şehir devleti qurilgandan keyin şu vaqtki Quyosh batmas imperiyasi deb atalgan Ulug' Britaniya imperiyasi ve Rus imperiyasininki bu Cumhuriyetim 7 şehir devletiga, yani bedevlet devletiga bo'lgan özünün siyasi köz qarşınınki mail olmaslığı sebebinden 7 şehir devleti, yani bedevlet devletini Rus imperiyasi bilen İngilizler, yani baldurlar bunu ucuqtırıp etken. Bundaq bo'lishdagi sebep 7 şehir devleti, yani Qashqariya devleti qurilgan vaqtida Qashqariya devletinin tashqi siyosatida özünü Osmanlı devletiga bağlaş, yani Osmanlı imparatorluğu bağlaşdan ibaret tashqi siyosatida ikki xatolik ketgan. Osmanlı devleti o vaqtida yemirlash oldida turgan Avrupa, yani Britaniya imperiyasi bunga qarshi turayotgan, Rossiyani qarshi turayotgan, Rus imperiyasi bilan Ulug' Britaniya imperiyasi Osmanlı imperiyasiga qarshi turish uchun o'rtoqlik, hamkorlik elib berayotgan. Yani bu imperiyaning kuchini ozlashtirish ibaret siyasi bir kriz yüz berayotgan vaqtida bedevletninki, Yaqubbekninki Osmanlıga özünü bağlaş, yani Osmanlı'nın bir bölgüsü buluş yüzüsüdün bunun elçi evetişini ibaret bu nazuk bir taraf Angliya ve Sovetlar İttifaqı'nın Ruslarninki o vaqtdagi diqqatini qo'zg'ab qo'ydi. İkinci bir tashqi siyosatda ketgan xatolik bo'lsa Yaqubbekninki Qo'qonda partilgan ve Qo'qonda davomlashayotgan musulmonlarning qo'zg'aloniga maktub evatib, maktubida men Qashqariya devletini qurib bo'lgandan keyin Qo'qondagi musulmon qarindoshlarga yordam qilaman ve biz bütün Orta Asya'ni, yani Türkistan'ı bu topraklarını qo'limizga olamiz degandan ibaret bu maktubninki Qo'qon qo'zg'olonchilarining qo'liga yetmayla Ruslarning qo'liga uchib ketishdan o'zidila Rus imperiyasi, Çarosya ve Angliya bedevletni ucuqtirib o'tish planida bo'lgan. Shunlashqa İngilizlarmi, mesela şu vaqtning o'zidagida İngilizlar qisman destek vergan bo'lsa-mu, keyingi vaqtlarda bu bedevlet devletininki özünü Osmanlı imperiyasiga bağlashdan ibaret bu tashqi diplomatiyadagi xatolik ve Çarosya'nın diqqatini qo'zg'agan, Qo'qonda yuz bergan qo'zg'olonga maktub evatib desteklashdan ibaret bu tashqi siyosatdagi ikki xatolik yüzüsüdür. Bedevlet devleti, yani Qashqariya devleti vaqtsiz dünya xaritasini o'chirilgan shu vaqtning o'zida. İkinci vaqt kelgan bo'lsak, yani Hocaniyaz Hacı davridagi vaqtlar kelgan bo'lsak, Zozungtanga bular, yani qurol yarog' har jihatdan destek verish, yani bu yerda Çin sulosiga destek verishdan ibaret Rusya bu tuproqning muqimligini saqlash uchun özde qurilgan 5 respublika, Qozog'iston, Turkmeniston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekistondan ibaret 1919-yili yani G'arbiy Turkiston ismi bilan G'arbiy Turkiston Respublikasi bilan Toshkentni markaz qilib turgan bir respublikalarning muqimligini saqlash, yani yüzüden ilib berayotgan tashqi diplomatiyasida, yani Şarkı Türkistan'a naitin nazuk siyaset yürgizayotgan vaqt Çarosya'nın, Sovetlar İttifaqı'nın, Bolşeviklarning o vaqtida. Çünkü G'arbiy Turkistonning bexatarligi Şarkı Türkistan'daki bu kuchlarninki kuchayişi ve pasayishdan ibaret g'oyat zo'r ta'sir ko'rsatishdan ibaret bundan endish qiladi o vaqtning o'zida. Yani keyingi vaqtlarda Stalin davri kelgan bo'lsa, Germaniyada Birinchi Dunyo urushining xavfi, yani Birinchi Dunyo urushida, yani buningdagi, yani Germaniyada Hitlerning taxtga chiqishi. Hitlerning taxtga chiqishidan ibaret bu tahdid
Bolşeviklarni nihoyatda qo'rq holatga silayotgan bir vaqtning o'zida, chunki Gitler o'zining "Mening kurashlarim" nomli asarida o'zining taxtga chiqsa, Sovet İttifaqı hücum qo'zg'ashdan iborat o'zining harbiy strategik planlarini o'tirib qo'yganligi uchun Sovet İttifaqı o'zininki G'arbiy Turkiston bölgesining muqimligini saqlash uchun Sharq Turkistonga nihoyatda nozik siyosat qo'llanib, bu yerni to'rt ko'z bilan kuzatib turayotgan vaqtlar bo'lganligi uchun Sharq Turkistonning vaziyati nihoyatda nozik bir vaqtlar. Tömür xalqining masalan 1912-yilda boshlangan Tömür xalq qo'zg'oloni boshlandi. Buningga G'o'jniyoz Hojim 18 yosh vaqtida qitildi. Tömür xalq qo'zg'oloni ya'ni Tungallarning Qur'on tutib qasam qilishi va Yanglishingning evatgan bu Tungan vakillar yüzünden o tarmar qilindi. Shunday bir sharoitda 1931-yilda boshlangan bu Arturkda boshlangan qo'zg'olonga G'o'jniyoz Hojim keyin qatnashgan bo'lsa-mu, ya'ni bu vaqtning o'zida Sharq Turkistondan iborat bu tuproqningki bexatarligi G'arbiy Turkistonga g'oyat zo'r ta'sir ko'rsatganligi uchun Stalin Moskva, ya'ni Sharq Turkistonning siyosiy vaziyatiga nihoyatda o'tkir ko'zi bilan, sezgirlik bilan qarayotgan vaqtda bular o'zining qurolli harakatini boshlagan. Ya'ni bu qurolli harakatini boshlaganda Tömür xalqi mag'lubiyat ko'chirdi. Keyingi vaqtlarda bo'lsa G'o'jniyoz Hojim Turpanda boshlagan. Masalan, Abduxoliq Uyg'urlar tashkillab, Abduxoliq Uyg'urlarni o'ldirib etgandan keyin Abduxoliq Uyg'urningki hamsuhbat va o'xshash ideyadagi do'stlardan Maqsud Muhiti, Mahmud Muhiti qatorliq bu oilalarning, ya'ni Akfuqlarning Muhitlar oilasining Lükchinda, ya'ni Turpanda boshlagan qo'zg'olonlarga G'o'jniyoz Hojim qatnashdi. Chunki G'o'jniyoz Hojimning qatnashishiga sabab bular o'rtaq bir maslakda. Hatto Turpandagi o'qigan madrasada Maqsud Muhiti bilan G'o'jniyoz Hojim saboqdash bo'lganligi uchun bularning qo'zg'olonga destek berish yuzidan bu qo'zg'olonlarni boshlab Sharq Turkistondan iborat bu tuproqning mujohadasini shu vaqtda boshlaydi. U vaqtning o'zida, ya'ni Sharq Turkistonning vaziyati nihoyatda nozik bo'layotgan vaqt. Ya'ni 1878-yilda Qing sulolasi bilan Manjularning Qing sulolasi bilan Char Rossiyaning tuzgan kelishim nomlariga asosan Turpanning o'zida shu vaqtning o'zida Rossiya, Çar Rossiya konsulxona qurgan shu vaqtning o'zida. Urumchida yo'q konsulxona. Turpanning o'zida bor. 1878-yildagi Qing sulolasi bilan Rossiya, Çar Rossiya orasidagi nimalarga asosan qurilgan. 1895-yilga kelgan vaqtida bu Çar Rossiyaningki bu konsulxonasi Urumchiga o'tkazildi. Shu vaqt shu bo'lgan orliqda, ya'ni Turpanda. Turpandagi siyosiy vaziyatning nozikligi, ya'ni Sharq Turkiston vaziyatining bir kritik nuqtaga kelganligi uchun Rossiya o'zining u yerda konsulxonalarni turg'izib, bu yerdagi siyosiy vaziyatni kuzatgan bir nihoyatda nozik vaqtda. U vaqtda Yanglishing va undan keyin Yanglishing bu Tömür xalq bilan nima qilib bo'lgandan keyin Jinshurun hokimiyatiga chiqdi. Jinshurun hokimiyati nihoyatda sezgirlik bilan bu tuproqlarga o'zining xo'jadorlik huquqini qilayotgan vaqtida Jinshurunning harbiy işçilerine memur işçilerine mesul, harbiy işçilerine mesul buluş yüzünden Jinshurun vekilleri Nanjing'e bağlı vakitte Shinsei'ne başlayıp geldi. Shinsei o vakitte Jinshurun hakimiyetinin içinde memur hukuklarına, askeri işlerine başvuru buluvatkan ve keyin bu Turpandaki qo'zg'olonlar, Qo'mildagi qo'zg'olonni bostirish uchun Jinshurun evetgan bir harbiy amaldir. Shundoq bir nozik bir paytning o'zida G'o'jniyoz Hojim qurolliq kurashini boshlaydi ve qurolliq kurashini kengaytib, keyingi vaqtning o'zida Barko'lga keladi. Ya'ni Mo'g'uliston bilan chegara eg'iziga keladi. Chegara eg'iziga kelgan vaqtda bu tuproqda yuz berayotgan voqealarga Moskva hukumatining diqqati nihoyatda uzoqdan beri diqqat qilib kelayotganligi uchun Stalin u vaqtdagi bir qism hay'atlarni evatib, Rus, Qozoq, Uyg'ur bularni evatib, G'o'jniyoz Hojimga destek bo'lish va qurol berish, kiyim-kechak berishdan iborat o'ziga moyil qilib, shu yerda bularning o'rtasida kelishim hosil qilindi. Ve Moskvadan kelgan Qasim Hoji ismli bir kishi G'o'jniyoz Hojimning qishida maslahatchi, ya'ni donishmandlik shaklda toki mush jumuriyatdagi kurashlarning oxirlashib nimbo'g'ichi bo'lgan arsida bu G'o'jniyoz Hojimning qishida turdi. Ya'ni Qasim Hoji degan bir kishi. O vaqtlarda Mansur Hoji, Qodir Hoji deganlar Shinsei'ning talabi bo'yicha Moskvaning yetish bilan bu yerga yetib kelgan. Hatto u Barko'lda G'o'jniyoz Hojim bilan Stalin tarafidan kelishimlar hazırlangan, shu kelishimlarga asosan shu vaqtning o'zida G'o'jniyoz Hojim Rossiyaga o'zininki reştisini, yani ümidini bağlayan bizden kahramanlarımızdır. O vaxtda aciz, yani bu yaxtı qarşısınız
Yani nazik bir vaziyet bu Asya'nın vaziyeti. Çünkü Hindistan'daki Babırlar padişahlığını İngilizler bastırıp bunu töketti. Yani bu İngilizler bunu Moğolların imperiyası, Moğolların avladı dedi. Yani Babırlar Uygurlardan. Yani bu Babırlarını bir sıvağandaki Hindistan'ın vaziyeti şundak bir nazik vaziyet duruvatkan. Hindistan'daki Müslümanlar kozulunu deysiz. Hindilerinin müstakillik küreşleri davamlaşıvatkan vakit. Muşundak bir nazik bir vakitin özü de Şarkı Türkistan'daki bu küreşlerinki özüne bir panalanğıdaki yer gelip, destek ağıdaki yer gelip muhtaç buluvatkan vakit. Elbette İngilizler bilen şu vakitteki bir tarihi, Yaponiyadaki tarihi menbelerine qaraydigan bolsak, İngilizler bilen görüşüp, Kaşgar'daki konsullar bilen görüşken bolsumu, İngilizler bunu üskütada tutup algan. Çünkü İngilizler o vakitteki mesela Bedevlet devletini mağdubiyet uçurattı. Bunundaki sebep bu yerdeki Türkçülük ve İslamçılık iddiasının güçlük bolganlığı için Osmanlı'ya karşı buluvatkan Uluk Britaniyadan ibaret bir imperiya Bedevlet devletinin bu toprak tuturuşunu halimede şunun bilen Çar Rusya bilen birleşip durup Türkçülük ve İslamiyet'ne özüge ideoloji kılgan bu Bedevlet'ini jığıştırdı. İkinci vaktimizi kelsek bu Kaşgar'daki şu vakitteki siyasi vaziyet. Ruslar, İngilizler küstüp duruvatkan. Bu naiti Garbi Türkistan kurulup olgan. Çünkü Garbi Türkistan'da merkez kılıp Garbi Türkistan Respublikası'nı 5 Cumhuriyet'ini üyede Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistanlarını Taşkent'te merkez kılıp 1919 yılda bunu kurup olgan başkent. Yani Taşkent bolgan. Bu vaqtda da Taşkent bu Şarkı Türkistan meselesiga ular Garbi Türkistan bolgan ekan, Şarkı Türkistan ismini şu vaqtda bular bergen, bular naiti diqqat qilib turayotgan vaqtning o'zida. Hatta Ruslar şu vaqtning o'zida Uyg'urlarning bir davlat qurish ideyasini hurmatlash asosida Uyg'urlarning Jungariya va Qashqariya davlati qurib berish haqida bu planlar Moskvada o'tirib qo'yilgan. Keyingi vaqtda bu Moskvanınki tashqi ishlar ministrlarining jerilarninki qabul qilmasligi bilan bular rad qilinib Uyg'urlarning davlat qurishiga destek berilmagan. Keyingi vaqtlarda bo'lsa Rossiya Sharq Turkiston tuproqlarida elib berilayotgan kurashlarga ijobiy va salbiy jihatlardan rol o'ynab, buningdan naiti o'zining bexatarligi, G'arbiy Turkistonning bexatarligi. Ikkinchi dunyo urushi vaqtida Germaniyaning xavfi ve Şarkı Türkistan'da 2 yıldan beri davamlaşıyotgan bu kurashlarning G'arbiy Turkistonga g'oyat zo'r ta'sir ko'rsatib, o'zining zimin bütünlüğüne ta'sir etishdan ensirab, Stalin o'zining qo'sh realistik strategiyasini qo'ldan duyadi. G'o'jniyaz hajim bilan bir qarsangiz, kelishim asli qilganda. Mayaqdan qarsangiz, Shinsey bilan. Şu orqali har ikki tarafdan epchilik bilan foydalanib, en ahırda bu Cumhuriyet'inki veyran bo'lishini keltirib chiqargan. Şu vaqtning o'zida Qashqarning o'zidagi vaziyatni olsak, Qashqarning o'zidagi bir vaziyatda birlik bo'lmagan. Mehmet Emin Bo'g'ra Xotan amirligini e'lon qilib, Xotanda turayotgan vaqt, Tungallar Yangisharda turayotgan vaqt, Kuchadan kelgan temir qo'shinlari u yerda va Qirg'izlarning Osmonning qo'shini va Yunusbekning O'zbeklarning qo'shini va o'xshamagan qo'shinlar, o'xshamagan fikrlarda harakat qilib, bu yerda birlik va muqimlik bo'lmaganligi uchun Sabit Damollam Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'ni qurish vaqtining o'zida yolg'iz qolib qolgan. Sabit Damollamning davlatchilik ideyasi albatta hozirgacha davomlashib kelayotgan buyuk bir ideologiya. Sabit Damollam bilan Mehmet Emin Bo'g'ra buni 1930'larda G'uljida uchrashib, jamilarda, masjidlarda so'zlashgan vaqtida bu davlatchilik ideyasini bular o'rtaq shakllantirib birlik keltirib olgan vaqt. Qashqarning vaziyatida Sharq Turkiston Cumhuriyeti qurilgan vaqtda shundaq turkchilik ve İslamçılık ideyalar kuchaygan vaqt. Birlik yo'q u vaqtida. Çünkü İslamçılık ideyasini bir turkum O'rta Osiyodan Oktyabr inqilobidan qechib kelgan Özbek o'limalar bor. Qashqarda. Türkçilik ideyasini Birinchi Dünya urushiga Osmonlini boshlab kirgan Enver Paşa, Nasır Paşa, bu paşalar Birinchi Dünya urushiga Osmanlı imperiyasini boshlab kirgan paşalar, Enver Paşalar. Bular Türkçilik ideyasini nima qilib o'tib, targ'ib qilib, hatta Kavkazya'ya kelib, Kavkazya orqali O'rta Osiyoni elib, O'rta Osiyo orqali yani Türkistan, Büyük Türkistan qurib deydigan bir Türkçilik ideyasi var. Bu Türkçilik ideyasi bilan İslamçılık ideyasi Qashqarda toza bir-birisiga mos paralel holda ketayotgan vaqtda Sharq Turkiston Cumhuriyeti qurildi. Sharq Turkiston Cumhuriyeti qurilgan vaqtida Sabit Damollamning davlat fikri, davlatchilik ideyasi bilan bo'lgan vaqtida Sharq Turkiston Islom Cumhuriyeti degan nom yo'q bu vaqtida. Bu vaqtdagi qurilgan ism Uyg'uriston.
Uyg'uriya nomi. Hatta Sovet İttifaqının şu vaqtdagi Qashqarda turayotgan konsulosluğun bu bergan signali sizlar Sharq Turkiston Islom Cumhuriyeti degan ismdan voz kechinglar. Uyg'uriston va yoki Uyg'uriya degan nom bilan buning bilan chiqsanglar, destek ilishinglar mumkin deydigan yeşil chiroqni yoqsimi, Sabit Damollam yolg'iz qoladi u yerda. Sabit Damollamning bu davlatchilik ideyasi yolg'iz qoladi. Shu vaqtning o'zida Uyg'uriston degan tangining tepilganligi yaqinqi vaqtlarda ko'ryapmiz matbuotlarda. Sabit Damollamning bu ideyasi yolg'iz qolganligi uchun Sabit Damollam O'rta Osiyodan, ya'ni Toshkentdan kelgan bir turkum O'zbek ulamolarning lekin e'lon qilingan Cumhuriyet Sharq Turkiston Islom Cumhuriyeti e'lon qilindi. Islom Cumhuriyeti e'lon qildi. Ammo Cumhuriyet qurilishdan ilgari mushu talash tartiblar. Bütün fikirler oturuq qo'yilgan. Bütün fikirler oturuq qo'yilgan. Sovet İttifaqının Qashqarda turayotgan konsulosluğun bergan yeşil signali Uyg'uriya yoki Uyg'uriston degan davlatni qurganlar degan. Çünkü Türkçilik ideyasi bilan İslamiyetçilik ideyasidan bedavlat ziyon tortdi. Hem Rusya ensiraydi onu. Hem Rusya ensiraydi. İngiliz hem Rusya ensiraydi. Bu yerdeki ikisi de bizga düşman bo'layotgan. Türkçilik ve İslamiyetçilik ideyasidan bular ensirayotganligi uchun bu Sharq Turkiston Islom Cumhuriyeti degan nomning inglizlarga va ruslarga beradigan, bolsheviklarga beradigan buningki signali nayt qattiq bo'lganligi uchun har ikkisi o'zining zimin butunligini va o'ylaganligi uchun bu ismdan nayt qiladi. Çünkü devlet kuruşta devletçilik ideyasi, yani devlet ahli bo'lishi kerak. Devlet ahli degan nima deymiz? Devlet ahli bo'lgan vaqtida falsafa devletning tarixi, adabiyoti, coğrafiyasi ve axloqidan shakllangan bir aql bo'ladi devletçilik aqlda. Bizning Sharq Turkistonda u vaqtgacha undaq bir devletçilik ahli faqatla Sabit Damollam, Mehmet Emin Bo'g'ralarda bo'lgan bo'lsa-mu, bu Cumhuriyetning qurilgan vaqtida undaq bir o'rtaq aql bo'lmagan. Mesela şu vaqtning o'zida Sharq Turkiston Cumhuriyetini Uyg'uriston va yoki Uyg'ur degan nom bilan Qashqarni o'zida qurgan bo'lsa-mu, Qashqarni o'zida qurgan bo'lsa-mu, keyingi vaqtlarda boshqa jumhuriyatlarni olmoq, boshqa yerda ziminimizni kengaytmak nayt qulay bo'ladi ekan. Turkiyani olsangiz, Türkiye Osmanlı'dan keyin Türkiye Cumhuriyetini qurdi. Lonza anlaşması nima dedi? Türkiye Osmanlı'dan keyin qurilgan davlatni Türkiye İslam Cumhuriyeti demedi. Türkiye Cumhuriyeti dedi. İslam Cumhuriyeti degan ismni ishlansa, Ulug' Britaniya ve başka emperyalistlar bunu yo'l qo'ymaydi. Sen Lonza anlaşması, sen nim bilsen ben? Lonza'da nim bilsen ben bana men muşu Türkiye'nin bir bütün tuprağını tutib olay, bir peşini tutib olay dedi. Hatay, kanchinchi Türkiye tuprağına qaytdi. Gretsiya bilan, Yunaniston bilan Türkiye'nin artığı 1000 kilometr. Mingdak artıq aralını berdi. Nima alsan al, men devletni qurib olay dedi. Bu yerdagi nima bo'lsangiz, davlatchilik ahli. Davlatchilik ahli degan shu davlatning siyosati, tarixidan keladigan narsa. Bizda öyle bo'lmagan, undaq bir aql bo'lmaganlikdan Sabit Damollam yolg'iz qoladi. O'rta Osiyodan kelgan islomchilar ve Türkiye'nin Enver Paşa başlıqida kelgan Türkçiler bu ideyani chiqarib Sharq Turkiston Islom Cumhuriyeti deganni qurdi. Shilapi bak yo'g'an, oyoq bak yo'g'an bo'lganligi uchun biz tutilishib, yiqilib tushib ketdik. Bu yerdagi asosli masala islomchilik ideyasi bilan Türkçilik ideyasi birinchi Cumhuriyetimiz Islom Cumhuriyetining beshiga balo bo'ldi degan gap. Birinchisi badavlatning davlatining yiqilish sabablaridan tarix saboq olmadik. İkincisi Rusya Sovet İttifaqı şu vaqtda signal verib Uyg'uriston davlatni qurib olgandan keyin nima ism qo'ysangiz bo'laverdi emasmi? Bütün bir zimin emas. Janubdagi tuproqlarimizda egallab davlat qurib olgan bo'lsak, asta-asta hozircha kengayib din bo'lamiz emasmi? Türkiye xalifelikdan keyin Türkiye İslam Cumhuriyeti qurmadi. Türkiye Cumhuriyetini qurdi. Anlaşmada kelish şu Avrupa bilan bo'lgan so'zlashmada berilgan tuproqni oldi, qolganda vazqa kechdi. Kerkük, Musul, Muşla hem Türkiye'nin tuproqlari voz kechdi. Bizda bu shu vaqtida shundoq bir davlat ahli bo'lgan bo'lsa, davlatchilik fikr bo'lgan bo'lsa, Qashqariya davlati ya Uyg'uriya yoki Uyg'uriston deb shu tuproqni olgan bo'lsak, shimol qolgan taraflarni Alloh nasib qildi ekan. Shundoq ideya bo'lmaganligi uchun biz shilapining cho'ngini, oyoqning cho'ngini kiyib bu cumhuriyetimiz mo'llaq etib ketdi. Şu vaqtdagi siyosiy atmosferani Türkçilik ve İslamiyetçilik bu cumhuriyetning beshiga balo bo'ldi. Endi bunda desek bir xil xato tushunib qolmasin, endi xuddi biz Türkçilikka yoki islomchilikqa qarshidek bir tuyg'u berib qolmasin. Shuni ko'rmalarimiz buni to'g'ri tushunadi. Bu yerga Sabit Damollamniki o'z vaqtida shu har xil kuchlarni kitobni o'qisak tarixdagi bu mayli shu bo'lgan ishlarni har xil yozuvchilarniki Abdülhamid Gül'ün kitabı olsun. Bularni o'qisak
Sabit Damollamning har xil kuchlarni birlashtirish uchun tatgan jafosi qilgan harakatlardan zaten ko'rinib turadi. Shu nihoyatda cho'ng bir tirishchanlik ko'rsatishlik Sabit Damollam. Endi mayli vaqtimiz haqiqatan programning vaqti az savollar qo'yg'ashqa shu qancha qisqatsak shuncha. Hadi bu yerda bizlik deb qo'yamiz. Biz qiyomatgacha musulmon. Xo'sh. Biz qiyomatgacha o'zimizning turkligimizdan Uyg'ur turk ekanligidan voz kechmaymiz. Ammo bu yerda davlat qurish uchun ism nim bo'lsa, xalqarodagi siyosiy atmosfera, qaysi atmosfera bizga mos kelib davlat qurib olgan bo'lsak, onundan keyin kelgusi avlodlar islom jumhuriyati demdi, yana birdan demdi, o kelgusi avlodlarning ishi. Biz shilapining cho'ngini, oyoqning cho'ngini kiyib olib, ikki qatim Qashqariya davlatimi turkchilik va islomiyatchilik ideyasi bo'lganligi uchun Büyük Britaniya va Rossiya imperiyasi chiqdi. Birinchi jumhuriyatdan bu shu sababdan bo'lganligi uchun tarixdan saboq qilishimiz kerak. Sabit Damollamning shu vaqtdagi davlatchilik ideyasida undaq fikri yo'q. Sabit Damollamning shu vaqtdagi ideyasida Uyg'uriston va Uyg'uriya davlati qurish. Sabit Damollam yolg'iz qolganligi uchun askariy kuchimi yo'q. Bu davlatchilik ideyasini yo'ritishga u yerda o'zi siqilib qolgan. Bu fikrga destek verdiği adam yo'q. O'rta Osiyodan bir muncha kelgan o'limalar bor. Bu o'limalar islomiy ko'zqarashdagi o'limalar. Türkiye'den gelen vekiller var. Bunlar Türkçülük Enver Paşa'nın adamları. Bu Enver Paşa'nın adamları, bu Türkçülükten nem kılvatkan vakitte Orta Asya'daki bizden topraktan ki bu vaziyeti, siyasi vaziyeti kötürenmeydi. Şark Türkistan Cumhuriyeti kurulgandan keyin Garip Türkistan bu öz aldığı müstakil bulman dep çıkıp Bolşevikler bunun yol koymaydı. Bu yaktaki İngilizler var. Her xil sebepler. Biz bu yerdeki kıyamet kişi Müslüman, kıyamet kişi bizden Uygur Türklüğümüzden vazgeçmemiz. Ama devlet kuruşta bizde bir akıl paraset buluş gerek. Tarihi sabahlarını çıkırış gerek. Tarihi siyasi... Programın ahırda tarihi sabah asıl meselesinde ben yine ayrım suallarım var. Hoca Hacım'ın məsləhətçisinin Sovetinin xadimi degan gap ilqis. Evet, şu Kasım Hacı. Kasım. Lekin bu Abdurrahman Efendi Abdurrahman bu Hoca Hacı'nın bunda. Hoca Hacı'nın tarihiga biz baha berishda. Xo'sh. Biz hazır fakat Şarkı Türkistan topraklarında çıkan romanlar, tarihi materyallarga asaslanıp tutup devatimiz. Biz tarihte ötken liderlerimizde, elbette Hoca Hacı büyük bir liderimiz. Şahsen ben fəxrləmən, Allah razı olsun, makanı cennet olsun. Ahmetcan Kasım şundak, Mehmet İmin Boğram şundak, Elihan Töremi şundak. Hazırgıca ötken bu vatan için bedel ödegen liderlerimiz naiti büyük liderler. Biz büyük liderlerimizden siyasi arxı görünüşüge baha berişimiz için en aval müstakil devletimiz buluş gerek. Müstakil devletimiz bo'lganda bularning arxivlarini, Sovet İttifaqı bularninki siyasi arxив görünüşdeki arxivlarini, Xitoyning Nanjingdagi arxivlarini biz ko'ralaymiz. U vaqtida bularning hayotiga biz büyük bahalarni beralaymiz. Bularning siyasi nuqtai nazari qayerdan ketgan? Biz hozir shu vaqtdagi xalqaro siyosiy vaziyat. Shuni davatimiz. Ama elbette Elihan Töre, Ahmetcan Kasım, bularning siyasi hayotiga bizning baho berish salohiyatimiz yo'q. Çünkü biz haqiqiy tarihi materyallarni, arxivlarni ko'rish nimamiz yo'q. Bir millat o'zining mustaqil davlatini qurmoqcha siyasi doiralarning hayot xotirasini haqiqiy yozolmaydi. Shuning uchun biz bularning arxivlarini ko'rguchi bo'lgan arliqda bularning hayotiga biz baho bermaymiz. Bularni büyük liderlerimiz, büyük qahramonlarimiz deb kelgusi nesillarga shunday yetkazamiz. Hazırki bizden bu yerdeki Türkçülük ve bu ideyalar deganimiz şu vaqtdagi umumiy siyasi atmosfera bo'lganligi uchun buni xalqimizga davatimiz. Qashqariya davlatining ag'dirilishi, Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatiningki nima uchun bunday bo'lganligini biz siyasi atmosfera nuqtasidan bilamiz. Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati qurilgandami, Hoca Hacım yeri yo'q. Hoca Hacım yo'q. Keyin keldi o. Ha, keyin keldi. Bu meseleler şundak. Endi Hoca Hacım şu vaqtdan o'zida Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun Barköl'de Stalinning desteklerini aldı ve Stalin bilan ba'zi qisman kelishdi. Ben onu ayrım sorayım. Endi məşədə Hoca Hacım'la albatta bu temamiz neçə program qilishqa qisaqmi yetmaydigan bir tema. Büyük bir tema bu. Sizin sözünüzü kesip qo'yatmam, kechirasiz. Vaqtimizga sig'dirsak tepamda. Endi reislikdan burunqi albatta Hoca Hacım'ның bu kurashlari nurg'un Xitoyni minglagan Xitoylarni yer ishlatgan bir lider qahramonimiz hamda. Mushu Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati qurilib toki Qashqarga kelgichi bo'lgan kurashlari haqida biraz asos qilib, masalan Jinshorin degan mal undan bir tuqqani bir Uyg'ur qizi bilan
Şundaq durğandan başlap təxminən kengayib kütüdən onun əmməsini joylagan deyken Xo'janiyaz hacim başlıq qahramanlarımız asaslıq muhim bo'lgan kurashlardan bir qancha tilg'alib o'tib ketgan. Endi bu yerdagi Xo'janiyaz hajimlar Barko'lga keladi, Barko'lga kelib Sovet ittifoqining dastigini oladi va Qo'boldagi vaqtda Majin uyga taklif qiladi. Xo'sh. O 200 askari bilan keladi. Majin ma qo'shinlari u vaqtning o'zida Gansu, Ningshadagi qo'shinlardan zarba yeb, yorilinib yotgan 200 kishi qo'shini bilan keladi. Xo'sh yaqida vaqtida. Uning nihoyatda xo'sh yaqida bu yerda tayyor bir o'lja. Tunganlarning urg'un xiyonatiga uchradi. Shunashqa tarixdan beri bizning davib kelayotganimiz Uyg'urning ikki dushmani bor. Biri Xitoy, biri Tungan. Tarixdan beri bizning ikki dushmanimiz bor, undan boshqa dushman emas. Xitoy va Tungan. Bizning inqiloblarimizga dushmanlik qilib kelayotgan shu. U qo'shinlarni kelgandan keyin Tungan qo'shinlari, Majin qo'shinlari u yerda urushga Xo'janiyaz hajim bilan bo'lgan urushlarga kirdi. Urushlarda butun qoral yaraq, mol, mulk bu narsalarning o'ljilarini bugilab mangdi. Uyg'ur qo'shinlari hech nima takrar qildi. Hatto Urumchiga hujum qilib, Go'jongni Xo'janiyaz hajim Jimsani ular oladigan vaqtning o'zidami yerlik hukumat Qoralni aytib topshirib beramiz degan vaqtning o'zida Jimsariki 200 otliq askarni evatib Majingun butun qorallarni yig'ib kelib bo'ladi. Uyg'urlarning bu inqilobdagi, bu kurash jarayonidagi soddiligi, samimiligi, musulmon qarindoshlarga bo'lgan o'ziningki cheksiz ishonishidan bu shu talafotlarga yo'l qo'ydi. Hatto shu vaqtlarda shundoq bo'lib, bu nimkaga vaqtdami Fukangda Örümcü'nün Fukan etrafında kelişim asıl kıldı. Bir yerki kelişimlerde, hatta bu kelişimlerden özü de şu vakitin özü de Xo'janiyaz hajimni Sovet ittifoqi aralış jarayonida Ruscha, Uyg'urcha, Xitoycha yozilgan kelishim bor. Shu kelishimda Xo'janiyaz 3 xil tilda Xo'janiyaz hajimni janubdagi banditlarni bostirishdanki Shinsayning bosh qo'mondoni garnizon baş komandanı. Evet, baş komandanı degende berdi. Şu vaqtda Shinsayninki Sovet ittifoqiga, yani buyurgan kiyimleri keldi. Şu kiyimlerini komandanlık kiyimini kiyip mangdı. Ama bu Shinsay bununla vekili evetken vaqtida Sovet ittifoqi bilan Tungan vekillerine Majin bunu qo'shib Majin qabul qilmaydi. Men Xo'janiyaz hojining qo'li ostida turib, muavin qo'mondan bo'lmayman dedi bu. Bu onundan çekinip yani uruş kılıp Turpan qaytib ketdi. Bu da qabul qilmaydi. Endi bu kurash jarayonlaridagi Xo'janiyaz hajimning qahramonligi ajoyib. Mesela Lükçinde edip berilgan bu inqiloblarda, bu urushlarda Mesut Muhiti vafot bo'lib ketdi, shehid bo'lib ketdi, qog'alari qaytib keldi. Bu yerki qahramonlik. Mesela 18 yoshidan tortib Tömür xalpa qo'zg'olonlari qatnashgan, mo'l urush tajribasiga ega bo'lgan, hatta bunu romanlarda, eserlerde, tarihi kitaplar tasvirlashida neç gün tamak yemese şundak bir vücudu urg'ib turadigan qahramonlik jasoratini namoyon qiladi. Hatta Xo'janiyaz hajimninki ko'rlar, oqsug'uchi bo'lgan, elib bo'lgan, tungallar bilan bo'lgan qahramonlik kurashlarda tilloq daston bo'lib, hozirgacha kelyapti endi buni. Endi bu nayt bir qahramon bir odam bu. Bu Barko'lda tuzilgan kelishimlarda albatta bu bir davlatning lideri qahramon bo'lganligi uchun özü bir desteksiz manevi ve maddi cihetten desteksiz kalgan vaxtida elbette Sovet ittifoqining yardımıga muhtaç bu adam. Shinsay bilan Sovet ittifoqining qo'shbislik bolsheviklarning undaq siyaset yurgizishiga buning kalısı yetib bulamaydi. Xo'janiyaz hajim Qo'molda tug'ilgan bir dehqon inqilobchi. Shinsay Yaponiyada ta'lim tarbiya ko'rgan. Yaponiyada harbiy maktablarda o'qigan. Siyasi kalısı ve askeri kalısı bizden adamlarımızdan fevkalade yukarı boğan bir adam. Bu hatta şu vaxtda Jiang Zemin zamanında kelip Huangpu harbiy maktabiga ma'maydi buni. Huangpu harbiy maktabiga ma'may Jiang Zemin zamanı Jinshurun qo'shinlari vakillari bo'lgan vaqtida buni Urumchiga qaytarib keladi. Buning aql parasti, hiylagarligi albatta bizdek samimiy oq ko'ngil taklimakani cho'ng bo'lgan Uyg'urlardan ne chiqat bo'ldi de, o imperialistlarning qo'lida tarbiyalandi. Yaponiyadan ibaret o imperialist harbiy maktablarda okudu, u yerda ilm oldi, siyosiy bilimlarni oldi. Albatta bu yerdagi uning kontrolliga, uning aql parastiga, uning hiylagarligiga bizning odamlarimizning aqli yetib kelmadi, kelamadi. Chunki davlatchilik aqli, davlatchilik ideyasi u vaqtida bu dumlangan bir tuproq bo'lganligi uchun, chet el bilan hech qanday aloqasi bo'lmaganligi uchun bizning xalqimiz nadan o'qimaganligimiz uchun u vaqtida sirtqi kuchlarning ta'siri bilan
Qat-mı-qat əsrlər boyunca xalqımız nadallıqdan qaldırılğanlığı üçün u yerdə bunun yetkilek bir aqli yox. Şunun bilan Tungan qoşunları bolsun, Jinşurun bolsun, Şingsay bolsun, bunun əpçilik bilan paydalanıb getdi. Şingsayның bu yerdə oynagan oyunu qarasınız, Majunini mi qo'lga keltirman deydi. G'ojniya Zajimni mi bosh qo'mondan qilaman deydi. Bu butunlay Sovet ittifoqidan berilayotgan ta'minotlar. Sovet ittifoqidan berilayotgan ta'limotlar. Eng oxirisi qanday bo'ladi desangiz, buning fojialik bo'lgan yeri Sovet ittifoqi bu kelishimga Majunni qo'shilmagandan keyin Sovet ittifoqi Altay mishalardagi o'zining qizil armiya, ya'ni Aqorus, Palampustan deganlarning o'zining qizil armiyasiga Şingsayning harbiy formasini kiygizib Tungan qo'shini hujum boshlaydi. Bularni yo'qitib, eng oxirisi kelgan nerede qoladi? Korliq kelganda to'xtaydi. Ko'rdingizmi Ruslarning Sovet ittifoqining aqlini? Tungan qo'shinlarini shu yergacha kelib yig'ishtirib, Korliq kelganda urushni to'xtatdi. Tunganlarni Sharq Turkiston Cumhuriyeti quramiz deb shu yerda to'plan qilayotgan odamlarga salmoqchi. Majunni qo'shini kirdi, Yengishada o vaqtida Mahfusanning qo'shinlari bo'layotgan vaqt Yengishada ular bilan so'qishdi, ular bilan nem qilib 5000 kishi qo'shin tashkillaydi. Shu vaqtda Sovet ittifoqining bular bilan kelishgan kelishimida sen Xotangacha kirib, Xotangacha olasan, lekin bu yerda turmaysan, qaytib ketsan deydi. Majunni keyin Sovet ittifoqiga qaytib ketdi va o'zining otasining yo'ldoshiga u yerlarni qoldirib qo'ydi. U yerga keyin yakanda bo'lgan qo'zg'alonlarda, Yunusbeklarning qo'zg'alonida bular qaytib kelib, bular toki Üçturpangacha ilib bağan qo'zg'alonlar nayt küçüyüp ketganligi uchun Sovet ittifoqi Qirg'iziston orqali Ermeni qo'shinlari bilan bularni qirib tashlaydi. Majunni qo'shinlari Fugandagi kelishimlarga qo'l qo'ymay, kelishimni kelanmaganidan keyin G'ojniya Zaji qabul qilib, u qabul qilmagan vaqtning o'zida tanka aeroplan bilan Altayski, Tarbag'atayski deydigan qo'shinlar bilan kirib u Majunni qo'shinlarini vayron qildi. Korliq kelganda shunday bo'ldi. Keyin u yakandagi Mahmud Mo'yitininki qo'mondonligidagi Yunusbekning qo'shinlari kelib urush qilib, Oqsuvchi urush qilgan vaqtda Shturpan orqali Qirg'izistonda aloyi tashkillangan qo'shini bilan Sovet ittifoqi bularni bechit qilib, Sharq Turkistonning tuprog'idagi bu to'planlarni taltuk bostirib o'tdi. Hatta şu vaqtning o'zida G'ojniya Zajim 4 qatam xat yozdi Mahmud Mo'yitiga. Mahmud Mo'yitiga xat yozib qaytib keling deydi. Mahmud Mo'yiti buni ati o'gin deb rad qiladi. Mahmud Mo'yitining shu vaqtda turayotgan qo'shinni Gomindangningki, nimaninki Shingsayning 36-diviziya deydi. 36-diviziya degan vaqtning o'zida mi Sovet ittifoqi shu vaqtda 36-diviziyaning askarlarini tarbiyalab beramiz deb nurg'un askarlarni Sovet ittifoqiga olib tarbiyalashdi. Askari ta'lim yo'q. Siyosiy marksizm, leninizmni qilib qaytib kelgandan keyin Mahmud Mo'yitiga qarshi kuch tashkillaydi. Mahmud Mo'yitimi o'zining askariy kuchininki doirasining tarayotganligini, o'zining qo'shin ichida o'ziga qarshi chiqayotgan kuchlarning kuchayotganligini bilib, apchilik bilan Ladakh orqali Hindistonga chiqib ketdi, ya'ni chiqdi bu vaqtning o'zida. Mahmud Mo'yiti bu siyosatlardan nayt to'liq foydalangan. Ham shu vaqtning o'zida Mahmud Mo'yitlarga u vaqtning o'zida kelgan vaqtda Mahmud Mo'yitiga yaxshi fikrlarda ham yenida bo'lgan Mamxon Beyvetçi degan bir boy var, Qashqarga o'tgan. Shu 64 mo'liq baxsini berdi. Uning rasmini chiqarsak bo'ladi. Rasm bormi? Bor, rasm bor. Mamxon Beyvetçining 64 mo shu nemisini berdi. Mamxon Beyvetçi hem naiti yaxshi fikrlarni berdi. Hatta Mamxon Beyvetçininki shu vaqtdagi oilasi bo'yicha iqtisodiy va hamjiyatni Mamxon Beyvetçi degan odam. Bu adam keyingi vaqtda bu Cumhuriyetning og'dirilganligi va Shingsayning kuchayotganligini bilib bu adam Qashqardagi do'konlarni ichilgan shaklda qo'yib, bir kechada 200 otliq o'zining odamlari bilan mol dunyosini beshib Pakistan Gelgitga chiqib, Gelgitdan Saudiya Arabistonga kelib, Saudiya Arabistonda 1973-yilda u yerda vafot bo'ldi. Bu odamning avlodlaridan, ya'ni bir qismlari Mahmud Mo'yitiga ergishib, Tokioga kelib, Tokioda vafot bo'ldi. Endi bu vaqtdagi Sharq Turkistonninki Qashqarning o Sharq Turkiston Cumhuriyeti qurilgan vaqtdagi muqimsizlik vaziyati o'xshamagan pan-islomizm va pan-turkizm ideyasininki shakllanishi bilan bu cumhuriyetlarning shundoq bo'lishiga sababchi bo'lgan. Endi bu yerda G'ojniya Zajimninki Barko'lda ilib bo'lgan Sovet ittifoqining dastigini erishi keyin Fukangda ya'ni Urumchiga yaqin bir noya, Tunganlarga qarab noya. Shu noyada buningga qo'l qo'yib Shingsayning janubdagi banditlarni, ya'ni qo'p to'plangan bosh qo'mondonlik bo'lishdinki, biz bu haqdagi siyosiy arx ko'rinishlarni to'liq ko'ramidik.
Mesela Amerika'daki Wilson arxivlar merkezindeki arxivlarını gördük. O arxivlarda fakat Şiңisай'nınki nimge bağlılığı, Sovet İttifaqı bağının Şiңisай'nın Bolşeviklarga xat yazıp özünün Kompartiyaga sadıqlığını bildirgenligi bu şartdakiler var. Ama Gojniyaz Hacimninki Barköl'de nemeler hakkında kelişim kıldı. Nemelerini değişti. Bu tarihi siyasi materyallar enik bulmalık için biz Gojniyaz Hacimnin siyasi hayatına cevap veremeyiz hazır. Çünkü bu büyük bir kahraman, büyük bir cumhuriyetin lideri. Şundak boğalık için üyedeki ücretlerde pakatla Şiңisай bilen boğan söhbetler kılıngan. Hatta 38. yılı Stalin Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'deki muşla adamlarının bir kısımlarını bu cumhuriyetler veren boğandikin Abdülkerim Han Mahsum dediğin Kaşkaya vali boğan bir adam var. Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin Mağrib Ministerliği. Şunun bilen Şiңisай'ni Moskva'ya teklif kıldı. Moskva şu vakitte bulağı tizimlikini verdi. Ma adamlar kilanlar. Hatta Moskva'ya bağlı vakitin özünde Stalin Şiңisай'ga bir maşina hediye kıldı iken Şiңisай'ga hediye kılgan maşinanın okşasımı Abdülkerim Han Mahsum'a bir maşina hediye kıldı iken. Bir yerdeki demek ne o desiniz? Şiңisай ile Abdülkerim Han Mahsum'un ikisini tan orun koyuyordu. Stalin'in beriyatkan signali sen gipim kirmesen mani kozurkıp oynayman devatkan signal. Stalin'in Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'deki bu inkılapçılara dayılağı ilip beriyatkan hoş beslik siyaseti neticesinde biz Uygurlar aldınıp ketken o vakitte Gojniyaz Hacim'la. Elbette bu da vatan kuruş. Elbette Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin kuruşuna ibaret büyük gayesi var. Bu gayeni amelga aşırışta siyasi muhit ve siyasi vaziyetler bizge mas kelmegenlik için Pan-İslamizm ve Pan-Türkizm ideyasininki üye çıkışı Uluk Britaniya ve Çarosya ve keyinki Bolşeviklarga Kaşgariya devleti olsun ve birinci Qetinlik Cumhuriyeti olsun bu hoş şahmeli şunun bilen bula ucuqtırıp etdi. Şonaşka devlet kuruşta devletçilik ahli degandan aytib muhim narsa Türkiye'nin kuruluşunu yuqorida misal qilib o'tdim. Keyinki cumhuriyetlerimizde elbette bizning aqlliq avlodlarimiz buningdan tarixiy saboqlarni elib elbette cumhuriyetimizni asliga keltirishga moyil bo'lish kerak deb o'ylayman. Qani, keyingi savollarga o'taylik. Hakikaten hem de bu açık tarihini varaqlığa vaqtimizda bunu adam anlasın, okusun. İkin mayqamaydamda Sovet İttifaqınınki müşadirisi söylep ötken mezmunlarının içinden biraz çıktım şu. Gojniyaz Hacim'den Kaşgarga kelip kelgen vaqtida zaten bu inqilabninki baş komandanı bo'lib bilen Sabit Tamamlamla bunun Cumhurreislikni tayyor qilib kütüp eliqli Qashqar xalqina ayti dağdı bilen kütüp aldı. Lekin qısqa vaqtın içinde Sovetninki bergen şu Cumhuriyetni qurgan Sabit Tamamlam başliq bütün ministerlarni qo'lga elishni Gojniyaz Hacim Sovet'in qorallarni her bir qoralni ancha mesqal oltin deb tafsilati hamda kitoblarimizda yezikliq. Şu şekilde qilgan vaqtida şu Cumhuriyet bu Şarkı Türkistan devletini qurgan baş Sabit Tamamlamdan başlab muşlarni tutib bersan deb pulni oltinni ep bulup konsulga topshirilgan oltinni shuni bermay oxiri tutishga buyruq tushirishga majbur bo'lib qoldi ekan Gojniyaz Hacim. Şu Sovet İttifaqınınki Gojniyaz Hacim üstünde oynagan oyunlarının biraz ayrım sualım vardı. Bunu toxtalib etken boldunuz demem lazım. Evet, bu vaxtdaki özüde mesela 1895 yılının özüde Sovet İttifaqının Çarosyanın Ürümçide kurulgan konsulu var. O konsulun resmini çıkarıp koysa buladı. Hoş. O konsula kendi Sovet İttifaqının konsulu boldu. Efrisonlar, baş konsullar bir yerde belgelik konsulxana degan istihbarat orni degan gap. Ular belgelik rollarını oynap Şiңisай bilen qandaq bolgan münasibet. Yani o vaqtın özüde Şiңisай baş konsulunu köplep özünün ziyafetiga çağırış arqılıq bu yani özüge mayil qilib özünün Bolşeviklarga bolgan sadıqlığını, Marksizm, Leninizm ideyasiga bolgan sadıqlığını bildirgen. Yani şu vaqtda bunun özüde bu Sovet İttifaqı Marksizm, Leninizmning millet nazariyasiga asasen Uygurlarga devlet kurup burish, shundaq Cumhuriyet Qashqariya devletini kurup berishni qilgan bo'lsa-mu bu Tashqi ishlar ministrligi tarafidan rad qilingan. Albatta Ürümçideki bu konsul hazır nerede orni? Bu Ürümçideki bu konsulxana men çoğun bolgan mahalle bu. 60 aylık medeniyet nazareti burunqi. Naqshsul ömege, opera ömege, muqam ansambli şu hemisi şu.
Muşning içinde bo'lgan. Bu keyingi vaqtning o'zida buningki sol tarafidagi yani konsul ko'chasi deymiz. Ha, konsul ko'chasi. Konsul ko'chasi hozir avval bizda hozir bu shaklda yo'qdi. Bu şekilde saklanıvatkan. Biz men çiketken 20 yıldan avval, 23 yıl avval bu şekildeydi. Men muşu mahallede oynap çoğun olgan. Bizden aşı şekildeki öyler, bütünler Sovet İttifakı'nınki konsul zamanında kapkağa öyler. Şu yere bütün ağırlar şunlar öylerde oturadı. 80. yıllarınki bu öylerini çekip bir kısımlarını nimi şekilde, zamanı Xitayning bina şekilde saldı. Fakat şu vaktin özüde bu heykel, Lenin'in heykeli, bu bir kısım öyleni asari etiqide saklanıp kalgalık için. Bunun için bağlı kuşlar sayrap durduğun, bulbullar sayrap durduğun, nahayeti bir güzel bir yerdi. Keyinki vaqtda Xitaylar bunu çekip içine binanı silip özgertip hazır kaldığını kandak bilmeyim. Şu vaxtdaki haleti şu. Yani şu Sovet İttifakı'nın da 1895 yılı Turpan'dan köçüp çıkan konsolisi şu. Şu vaktimizde Amerika konsulxanası var Ürümçi'de. Amerika konsulxanası hazır Xalq Nəşriyyatının orunda. İngilizlarının var. Bunlar şu vaxtda siyasi nemelerini qıvatqan. Hem de bu baş konsolosunu Şinsey köplep büyüğü çağırış arkalı özüge mail qılğan. Yani baş konsolos elbette Şinsey'ninki yakın dostlardan boğalığı için özünün Bolşevik sadaklığını bildirgen. Yani bu vakitten özüde bu mesela bu baş konsolosunu Sovet İttifakı nemi için Nalyan rayonu Ürümçi'nin Nalyan Cenebi Töpülük'teydi bu yani. Mesela Nogay Meçhit'ten kaçı da bu? Cenebi Töpülük'teydi. Cenebi Töpülük diyen Xitay için Nalyan diyen Cenebi Töpülük buluyordu yani kadem bu Uygur ismi. Üyenin havası, suyu mol boğalığı için 1800 yıllardan tatip Çin sulası bilen Çar Rusya imzalanan kilişimge asasen Orta Asya'dan, Sovet İttifakı'nın, Kazan'dan, Nurgulluğan, Özbek'ten bayları, Tatar bayları hemimiz köçürülüp bir şey ekegen. Bir eke geldik için mesela Nogay Meçhit degen meçhit mi? Şu vaxtdaki Nogaylarının, Tatarlarınki ve Uygurlarınki bir yandan baş çıkış bilen kurulgan meçhitler. Sovet İttifakı'nın bu konsolunu bir yere kuruştaki sebep şu vakitin özüde bir yerdeki Uygurlarının medeniyeti, kültürü bütün hemisi mişerinin ziyalileri mişeri toplangan. Hatta Altay gezitleri deysiz, Altay neşriyatı deysiz, hemisinin orada mişeri. Bir yerde tarihte ötken büyük şəxslər, dinli alimler bütün hemisi muşu Cenebi Töpülük, Nalyan. Yanxan mı deyip koydu bunu? Yanxan degeni ecnebiler degen buludu. Çünkü Sovet İttifakı'nın kelgen Özbek, Tatar, Urus, hatta Yahudiler vardı bir yerde. Yahudiler. Garpan degen Yahudiler vardı şu mahallelerde, bizim mahallerimizde. Şu yerde Sovet İttifakı bir yerde konsolosluğunu nem kılıp canlılık hareket edip bağır şu vakitin özüde. Yani Hojniyaz Hacim'ninki elbette devlet kuruş iddiası boğan bozumu Sovet İttifakı bunu aldap koygan. Bu Sovet İttifakı'nın koşbislik Şark Türkistan siyaseti siyasi atmosferanın undaq buluşu Hojniyaz Hacim'ninki keyinki vaxtıda məğlubiyeti uçuraydı. Əmmədin içinişlik boğunu özü Şinsey'ninki şu buyruğu bilen Sabit Damullamni ve Zeynep Karacimni tutup ekilidu. Aksu'da bir kelişim asıl kılıdı. Muavir reislikini ağalığı hakkında. Aksu'daki kelişimdinkiyle Hojniyaz Hacim Ürümçi'ye kaytıp geldi. Ürümçi'ye kaytıp gelgendekin Hojniyaz Hacim başlığıdaki 103 adamını 108 adam. 108, bazı materyalları 108'deydi. Bazıları 103'deydi. Biz 108 mi deyip koyduk, boğup öldürüldü. Şinsey'nin o vaxtdaki siyasette aşı etrafdaki, Cenebi Töpülük'teki yani ecnebiyle meclisi bütün baylarını yoxtup olgan. Tatar, Özbek baylarınınki mal mülüklerini musaadara kılıp hemen akıp olgan. Şu vaxtın özünde şu yerde kurulan bir Tatar mektebi var. Vallahi sürtünü çıkarıp koysun onun da. Tatar mektebi. Mana, bu Tatar mektebideki şu vaxtdaki qarab baxmam şu vaxtın özüdeki bizdinki medeniyetimizdeki Tatarlarınki şu Ruslarning qurulgan mektepleri mana muşning içindeki nurgullan ziyalilar var. Bular belki tugab ketgan bo'lishi mumkin. Muşlarning nemisi var. Nurgullan ziyalilerimiz muşu mekteplerden çıkan. Endi bu rayon nayt nazik bo'lganligi uchun Şinsey bir nayt özümü nemi qilgan. Diqqatini çekeydi. Hatta mişagi sepbergen özününki qeynataları sepbergen dağçılar mı var? Şu vaxtlarını özü saxlap qalğanda Şinsey, yani şu vaxtın özü de bu rayonga alaydı dikkat qilib, bu rayondaki adamlarını
Tatar, Özbek baylarını öldürüp baylığını hep olğandan keyin ikinci qitim Uyg'urlarga o'tgan. Endi bu G'o'jiniyaz Hajimga kelsak, G'o'jiniyaz Hajim boshlig'ida kelgan odamlar ba'zi tarixiy materiallarda 103 deydi, ba'zilari 108 deydi, bo'g'ib o'ldirib atgan. Xo'sh. Bo'g'ib o'ldirib atgandan keyin G'o'jiniyaz Hajimninki shu vaqtdagi qabrisi, masalan, hozirgi Urumchidagi Jigidlik masjidi deb qo'ydi ekan. Jigidlik masjidi degan aslidagi bu Hangching deb qo'ydi. Padişah qalasi deb qo'ydi. 6-o'tirba maktab. Shu yerga bo'lgan yerlar hammasi qabristonlik. G'o'jiniyaz Hajimning, To'mir Xalpining, Sobit Damullamning hammasining shu yerda qo'yilgan qabrlarda. Bu Ahmadjon Qosimlar buning jinoza törəni, jinoza namoziga qatnashganligi haqidagi tarixni nimalar bor. Endi G'o'jiniyaz Hajimni shunday vahshiylarcha o'ldiribdi. Endi o'ldirib atgandan keyin hatto keyingi vaqtlarda Shinsay o'ldirib atgandan keyin G'o'jiniyaz Hajimningki avlodlarini Xitoy Kompartiyasi 49-yil 10-oyning 23-kuni Xitoy Kompartiyasi Ulanbay orqali Urumchiga kirgan vaqtda G'ol yo'lining ismini shu Nalyandagi G'olibiyat yo'li deb o'zgartirdi. G'olibiyat yo'li deb o'zgartirdi. Xitoy Kompartiyasi Sharq Turkiston kirgan vaqtning o'zida Qizil armiya emas, 49-10-oyning 20-kuni kirgan vaqtida Bingtuanning Bronevik qismlari kirdi. Çünkü o vaxtki kelişimlerde, tarihi kelişimlerde Şarkı Türkistan'ın 3 yılgıcı biz güllendirip verip çıkıtmayız degandan keyin asker Qizil armiyasi kirse o vaqtida bu tuprak tajovuz qilgan bo'ladi. Xalqaroning diqqatini nim qilgan bo'ladi. Ishlab chiqarish qurilish Bingtuani. Ya'ni bular ishlab chiqarishiga yordam qiladi. Bu iligalligini ko'rdingizmi bu Xitoylarning? Shuni kirgizib, shu yo'llarning ismini G'olibiyat yo'li, Yangi deb bütün Urumchidagi ismlarning hammani o'zgartirib qo'ydi. Hozirgi vaqtning o'zida G'o'jiniyaz Hajimning o mazarliqlarini chiqib yangi yerga Gulsay qabristonligiga o'tgan keyin qandaq bo'lgan G'o'jiniyaz Hajimninki shu mazarning ichiga shu vaqtdagi universitetga o'quvchilar G'o'jiniyaz Hajimiz siz bizning mangu doimiz sizning izingizda ma'amiz deydigan shunday xatlarni ko'rardik biz kichik vaqtimizda o'ynab chiqsak. G'o'jiniyaz Hajimninki eng oxirgi varislaridan bo'lgan Jamilixon degan bir qizi bor. Jamilixon degan qizi o'zininki G'o'jiniyaz Hajimning beqib olgan o'g'li Ziyoddin Kam degan odamga berdi. Ziyoddin Kam 47-yildan keyin Urumchidagi u yerdagi soqchi idorasida ishlagan odam, ham G'o'jiniyaz Hajimning qo'g'dovchisi bo'lgan odam. Shu Ziyoddin aka bilan Jamilxon hadidan bo'lgan bir tal qizi Malika Ziyoddinni 23 yaşı vaqtida 70-yili Xitoy Kompartiyasi o'ldirdi. Mesela hemmanlar anlaydıgan bir nakşı var. Bulbullar sayreşemdi derdi olmasa, tarihime kettim degen meşhur şiirleri bilen tonulgan şaire, senetkar bir şundak bir güzel bir kızını 23 yaşında bir keçitli kolga gelip, apırıp onu naiti vahşilerçi bilen öldürüydü. Onun ölümünü öldürüydü. Hatta o G'o'jiniyaz Hajimninki Malika Ziyoddin degen kızını öldürüydü. Nega apırıp taşlaydı deyiz? Shimgodagi Xitoylar qabristonligiga taşlaydı. Xitoylar qabristonligiga tashlab, shu vaqtning o'zida 80-yillardan keyin bularni xato o'ltirib qo'ydik deydigan Xitoy Kompartiyasining aldamchi ko'ngilli siyosati bilan bularning qabrisini izlab chiqqan vaqtda topolmaydi bu qizning qabrisini. Shu vaqtning o'zida shu basma zavodda ishlagan bularning o'ligini chiqqan bir shopirdan so'rasa, bir tungan shopir shu vaqtning o'zida chiqqan vaqtida buni zambil bilan tashlagan vaqtida bu qizning yuziga o tungan emasga saladin karas. Salaladin bo'lgan. Shu yuziga bir tal solyo yeb qo'yibdi. Ajab bir qiz bor ekan, ajab o'ltiribdi deb solyo yeb qo'yibdi. Shu odam shu vaqtida men bir jasadning yuziga, qizning yuziga solyo yeb qo'ygan, plastik yeb qo'ygan degandiki, shu plastik qarab turib, ya'ni G'o'jiniyaz Hajimninki nevrisi Ziyoddin Kamning qizi Malika Ziyoddinning o'limini topgan. Malika Ziyoddin bilan, ya'ni biz bir tam o'yli o'taqaligimiz uchun bek bilamiz. Malika Ziyoddinni qo'lga olgan kuni rahmatli onam shunday so'zlab beradi. Dadamni qo'lga olib ketib, bir yildan keyin bu Malika Ziyoddinni qo'lga olib ketdi. Malning ichi shunday bir shu oyoq ovozlari to'shib ketdi deydi, o'gizlar degan g'ichirlab deydi. Kechida deydi. Shu pardani ichib bir qarg'inimni bilaman deydi. O'gizda harbiy deydi Qur'onda. Bir 23 yoshga kirgan qizni qo'lga olish uchun necha minglagan Xitoyning qizlar armiyasi kelib shunda qo'lga olib G'o'jiniyaz Hajimning eng oxirgi varislarini o'ldirib etdi. G'o'jiniyaz Hajim Shinsayning qo'lida o'ldi. Qizi Xitoy Kompartiyasining qo'lida o'ldi. Hatto G'o'jiniyaz Hajimning agash kuchlari bo'lgan Mahmud Muhitlarmi
Kuomintang'ın kolda zehirleş bilen yani Tianjin'de ölüp keyin bunun mazarını Beijing'de koydu. Bu bizden ait açık bir facialik tarihimiz. Bunu kişiler desek bunu tüketip bulamayız. Şunlaşka bir yerdeki bizim asaslık maksatimiz Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin mağlubiyeti. Hoş. Tarihteki mağlubiyetlerimizde bunu inkar kılamayız. Bunun tecrübe savaklarına erişimiz gerek. Bunu ayrım sual sorayım ama şu tecrübe savaklarımızga. Amda Hoca Nazim'nin Uygur milli ma'rifiga ko'rsatgan ta'siri ait kuchli kitaplarda shunday yozilgan u vaqtida biz yo'q hamda 34 bilan 44 kishi Aqsud turgan vaqtida nayt xalqqa so'zlab shu nurg'un yangi maktablarning qurilishiga boshlamchilik qilgandi. Bu şahtı bir yani Hoca Nazim'ninki nayt ma'rifatparvar bir insan. Çünkü özününki o 1914-15 yıllarda Çarosiyada yaşayan, Rusya'da yaşayan, yani Sovet İttifakı'nı görgen, bu vaktin özüde yani Orta Asyalarına aylangan, Oğulcığı kelgen ve bunun meslektaşları boğan Mahmut Muhiti, Mesut Muhitiler degen Kazandın mektep iç için Tatar ziyalilerine ekirip Turpan'da Tunci mekteplerini açkan, ilgar fikirlik, Abdülhalik Uygur gibi insanlar boğalık için bular naiti ma'rifatparvar kelganlik için Aksu ve Ürümçiler'de ma'rif işlerine ait destek vergen. Hatta 1936 yılı 4. ayda Şingsey Moskova'da ayalı bilen ziyarette buluvatkan vaxtıda Stalin nemi deydi o? Kançılık nopos var deydi. 36. yılı Şarkı Türkistan'da 4 milyon nopos var deydi. Xitaylarının persenti kançılık 10% deydi. Sanga 200 bin asker. Eğer sanat maçlarını terak kıldır bereyle şinse ya boldu sizden unçilik sermayet acırtıp bu raylarda undak mağarip undak sanayi işlerini kılışınızdan açtı yok. Bizki fakat 20 bin askerle terbiyelep versiniz buldu deydi. Şinse Sovet İttifakı'nın eğer sanat mağaripini ravajlandırış için tosistik sebep bir yerde halkın nadalıkta kaldırış. Sovet İttifakı'nın kim bir yerde ilerleyişten korkuş. Keyinki vakitte Sovet İttifakı'nın tavsiyesi bilen, Sovet İttifakı'nın besimi bilen 1935'ten tartıp yani Ürümçi uyardaki atalmış Şinjan İnstitutları kuruldu. Yani Şinjan Üniversitesi'nin içindeki Kızıl Bina degenler. Harbiy mektepler kuruldu. Teknik mektepler kuruldu. Bu Şingsey'nin iltifatı bilen emez. Bu Sovet İttifakı'nın besimi bilen, Sovet İttifakı'nın tavsiyesi bilen oldu. Şu vaktin özüde bir yerde ölüp ketken adam, sağının cıhlığı, milyonluğun adam bu tüprak için kan verdi. Sovet İttifakı, yani az gana bu mağaripini güllendirip koyuş, bu şekilde ilip veriş için, yani Uygurların mağaripini destek vergen oldu. Doktor Halla kuruldu o vaktıda. Bu Şingsey'nin talebi boyunca emez, Sovet İttifakı'nın besin bilen bulundu. Şu Ürümçi'de şu vakti kurulan Doktor Halla, Sovet mütehassislerden gelgenler, teknik mektepleri, Şinjan İnstitutu atalmış Şinjan İnstitutu 1935 kurulgan Kızıl Binalar, Halk Tiyatr, bular diğerleri Sovet İttifakı'nın tavsiyesi bilen boğan. Şingsey'nin bilen emez. Yani Hoca Nazim özüne ait ma'rifatparvar adam. Ma'rifatparvar şundak bir cengi var, cengçi boğanlık için Sovet İttifakı barık yolda bunun bilen kelişim hasıl kılgan. Bu misal adetki bir adam bilen onun ahli parasitini kömürse Sovet İttifakı elbette bunun bilen bir üstelde oturup kelişim kılmaydı. Sovet İttifakı şu vakitin özüde belkim Hoca Hacim'nin küçüdün paydalanıp Uygurlarga bir devlet kurup beriş, özünün Şarkı Türkistan tuprağıdaki muqimliğini saklap, G'arbi Türkistan'ın bexatarligini qoğdaş yüzüsünün plan kılgan buluşu mümkün. Biz bu siyasi taktiklerini, bu arkıplarını biz kömürgelligimiz için Hoca Hacim'ni biz inkar kılanmayız. Biz Hoca Hacim'ni elbette büyük liderimiz, büyük kahramanımız deyimiz. Ahmetcan Qasım, İlhan Töre, hazırgıcı boğan Mehmet Emin Boğra, İsa Yusuf Aliptekin. Biz bu tarihi hüccetlerini köyge vaktimizde, müstakil devletimizde esli keltirge vaktimizde andın toğrubağa bereleyimiz. Xitay'nın hazır yazgan tarihi materyalları qarab, bularning siyasi arkeolojik bağa beribetsek bek boldurup gitdi. Çünkü biz haqiqiy tarixni ko'ramiz da. Haqiqiy tarixni qachon ko'ramiz? Şu devletlerimizni esli keltirganda haqiqiy tariximizni esli keltiramiz. Elbette biz bir yerde Hoca Hacim'ninki kahramanlığına, devletçilik o ideyasiga, şu vaqtdagi xalqimizni tashkillash ve Tungallar olsun ve Şingsey qo'shinlari bilan bo'lsin, Jinshurun qo'shinlarini nayt halsiz odatga keltirgan shunda qahramonlik dastanlar va masalan Qumul xalq naqshlarini olsangiz ajoyib va murodiga yetmagan Temir xalqi rahmatlik deydigan shundaq misralarni uchirtisiz.
ayrıldık adalette, erzimba kıyamette. Bu Komul Halk Nakşiler'deki misralarda uçurtu söz. Azbot Akbozat'a mingende anam razı, atam razı. Biz ölsek, şehit olsak tamamı gazi deydi. Aşnak misralar. Yani bu yerdeki Turpan Komul'daki bizden halkımızdan Hoca Niyaz Hacimni kollap ergeçken mücahitlerimizdeki yani kahramanlarımızdaki acayip yani halk kalbiden orun alganlığı dastalları. Yani biz elbette Hoca Niyaz Hacimni büyük liderimiz ve bizdeki kahraman edimiz dep tanıyımız. Hoş. Şiirlerini tılga ap kaldınız mı yerdim ama materyal görüş jarayonida 31 yil 2 yanvar 20 günü to'y murosimi boshlangan qo'zg'olon Jinsho'rin hukumatini aloqasida qilib o'tgan vaqtida Jinsho'rin Qumultirish harbiy qo'mondoni Qumulsijan Liu Shizinga buyruq tushirib qo'zg'olonni bostirmoqchi bo'ldi. Liu Shizin yo'lbos boshchiligida qo'shin avatdi. Yo'lbos boshchilik qilgan qo'shindagi askarlarning ko'p qismi urushda o'lib, bir nechta sog' kelgan dedi. Shu vaqtda xalq qo'shiq to'qib, saylar ara cherik chiqdi, alimini dingaytib, chanlab atdiq, dushman qochdi, mo'risini qing'aytib. Chiqib kelgan cheriklar aralab atdi tang-tangni, tag'chilar yomon ekan, tortib oldi junchangni deb shunday. Xo'yma obdan jang bo'ldi, Koshoti degan joyda Jin'an boshliq cheriklar tamam öldü şu jangda deydi. Aşında endi bu yerdeki yani bir qısırıp ötüdüğün nesli mi o desiniz, Şinsey özüdün başka adamdın Sovet İttifakı'nın faydalanıp bu Şarkı Türkistan davasının topraktan ibaret bu siyasi kozlarını oynamaslık için Hoca Niyaz Hacimni öldürüyordu. Çünkü Sovet İttifakı bilen bunun Barköl'de tüzgen gelişimleri bunu bilgenlik için keyin meningdin Sovet İttifakı'dan ben yüzü örüp kalsam Hoca Niyaz Hacimni işletişi mümkün degen büyük ihtimallık bilen bunu öldürüyordu. Keyin Sovet İttifakı'nınki teklifi boyunca Şinsey Nemiga bağa vaxtıda Moskvaga bağa vaxtıda koygan talebimi Mongoliya kebi bir devlet kursak deydi. Şarkı Türkistan'da. Taşkı Mongol kebi bir devlet kursak onun özününki hoca bulup aşında hükümranlığını davamlaştırır talebini kol koydu. İkinci talebi ne o desiniz? Kaşgar'ın taşlap ettiği Majuni'ninki Sovet İttifakı çıkıp ketkendiği gün 10 neçe askeri bilen. 100 neçe askeri bilen. Majuni'ni öldürüp etmesen keyin Şarkı Türkistan meselesiga yani Müslüman güçlerini bastırıp gelip yer iş çıkarışı mümkün diyenlik için Majuni'nin Sovet İttifakı ikinci telefonu uğurlayımız da Sovet İttifakı Moskova'da itiyordu bunu. Bunu itiyordu da yani. Bu özünün etrafı kildiğen Majuni, Hoca Niyaz bunların hemmini jığıştırıyordu. Çünkü Sovet İttifakı'nın bularını koluğa eğilip özünü taşlayıp edip bu kozlarını oynayıştın öz eseri. Emniyet Şinsey şunda kıldı ki ahırda. O mu hıyanet kıldı? Şinsey hangisi hıyanet kılıp İkinci Dünya Uruşu başlanğandan keyin Sovet İttifakı'nın dastlabki mag'lubiyatlarini qo'ygandan keyin bu bolşeviklarning yüzü örüp Gomindanga özünü attı. Hatta Şinsey'ninki bazı tarihi kitaplar şundaq deydi. 73-yil örgüçü bo'lgan arlıqda Tayvanning Taybeli bir Tungandan aşkan sıvaken tok bu şu Uygurlarning tamığa amraq bo'lganligi uchun bu jallat davamlıq şu yerga kelib harak içip Uygurcha taomlarni yeb ketadi deydigan shunda tarixiy bir qaynaqlami bor. Endi buning qaysi rostini uni biz uqmaymiz. Buning Sharq Turkiston tuprog'ida o'ltirgan odamlarning yolg'iz Uygurlar emas, Tatar, Özbek, Kazak, bütün ma'rifatparvar insonlarni, ziyolilarni, o'qimishli kishilarni, boylarni, moddiy, ma'naviy jihatdan qirib bo'lib, eng avval elib bag'ini Özbek, Tatarlarni elib bag'in. Onundan keyin Uygurlarga. Moddiy, ma'naviy jihatdan bizni qip yalang'och qilib bo'lgandan keyin andin o'zining hukmronligini maqtirgan. Bu Şinsey haqida so'zlasak gibi. Yani numus qilmay turib, yani Yaponiyada o'qigan yani Yaponiyada tarbiya ko'rgan bir numussiz Şinsey bizning Sharq Turkistonda faqat shu Yaponiyaga berib baxmagan Sharq Turkistonda shu Sovetda 3 yil harbiylik nima oldi qo'yganada tarbiya harbiylik jihatda. Aşında bir adamni Yapon jahangirlarining quyruqi deb töhmatni atib andekin joylaydi oxirida. Shundaq shu vaqtning o'zidami masalan birinchi Cumhuriyet qurilgan vaqtning o'zidami Sovet İttifakı'nın taratgan gazetlardagi arxivlarga qarsangiz inglizlar qurdirgan Cumhuriyet deydi. Birinchi Cumhuriyetni. Birinchi Cumhuriyetni inglizlar bilan bu konsulxonaga kirgan vaqtida inglizlardan nima chiqmaydi, sada chiqmaydi, sukut odat surib oldi.
Əmliyyətdə ayarı təşviqat şundaq deydi. Keyinki bularını Yaponlarga bağlaydı. Yaponlarga bağlışdaki sebep nima deseniz, Mahmud Muhitilla zamanızdaki bu işler Mehmet Emin Boğra'nınki Kabul'da Yapon başı elçiligi bilan uçuruşu ve Yaponiyanın desteğine erişmekçi boğalık. Bu mu bir ham xiyal? Yaponiya nerede? Şarkı Türkistan nerede? Devletçilik ideyası da bizden adamlar şundak. Yaponiya nerede? Biz nerede? Şu meselede, şu vaktin özünde Mehmet Emin Boğra'ga 5000 tal nıtık bəmge Yaponiya şu yerine eskerdeki Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'ni kurup veremdi. Bir yeri ki bizim devletçilik ahlimiz, tefekkürümüz, fikrimiz bomba aldığı için biz bu şikayetlerden hazırlıçmış palaketlerin içinde. Kalpakның çoğunu, ayakның çoğunu kiyip İslamcılık ve Türkçülük ideyası bile birinci Cumhuriyetini ve Kaşgarya devletini yıkıttık. Biz bunun tecrübe sabak ilişimiz gerek. Bunun ki devletçilik ideyimizde biz halkara siyasi atmosfera, halkara bizden nemi isteydi, halkara bizden nemi talep kılıdı, halkara bizge nemilerini bererleydi. Şunu deyimiz, biz ilahi amin deyip Sultanahmet Camisi sizden bir skopap $1000 berinizi vermeysiz. Atığınızı verirsiniz. Halkara bizge nemini atısı şunu berimiz deyip durgan bolsak, 33. yılı kurulup ketken Uyguristan yoki Uyguriya devleti bolgan bolsak, hazırgıdak biz muşu musafirçilik hayatlarımızı geçirmeydik. Çapanның bir peşini tutup alsak, muşlaşkandı mı? Kalan terpini tutup durup, uğrup ağandak, zamanның bir terpini tutup alsak, Türkiye misal koymuna. Türkiye. Doktoram demiş şu, hakikaten işkip, siz abay deyip ötkendek bu, biz bir yerde hüküm çıkarıcı emas tarihteki ötken bu liderlerimizge, bu kahramanlarımızga elbette. Anı hata kıldı, bunu hata kıldı. Bu elbette bu mevcut hazırki kolumuzda ba kitap, materyal, makale bunu okusak insanlar hakikaten tit bulmay, içi puşmay, cihil olmay turamaydı. Bu nimişki bunda buldu da mesela şu Hojnet Hacim'ninki mesela Macuniya ve Şıngıstege tekrar aldığın işi. Cumhuriyetinin reislik vazifesine Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin. Bunu taşlap, bunu kurguçlarını sabit damından başlıkını Sovetninki nimesi. Bu kanda bir ularınınki gipige makulda şunu Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'ne bu liderlerini tutup verişi. Bu ayıplaş noktasını demedim. Bu mevcut kolumuzdaki materyallara göre bunu okuğa vaktimizde hem muş meselelerni qandaq bir o'qishimiz kerak ham. Endi o vaqtdagi meselelerga biz mındaq ikki noktadan qaraymiz. Yalğız G'ojiniyaz Hacimning arzusi bilan emas. G'ojiniyaz Hacimga yurgizgan, buningdan o'tir qo'ygan talablar bilan Şingsay qo'ygan talablar Sovet ittifoqining farqli bo'lishi mumkin. Chunki Şingsay o vaqtdagi hokimiyat beshida bo'lgan bilan Sovet ittifoqi G'ojiniyaz Hacimdan foydalanish, Tungan qo'shinlaridan foydalanish üç taraflamalık bu işten paylanıp durup özünün bexatarligini qo'g'dash imkoni uchun G'ojiniyaz Hacimga degan gaplar bilan Şingsay bilan degan gaplarda farq bo'lishi mumkin. Chunki Şingsaymo keyin bu Sovet ittifoqining dastigiga erishgan G'ojiniyaz Hacimga u yerga kelishim bilan bo'lganligi uchun bularning o'tirishki kelishimlar bu arxivlar oshkorlanmaguncha biz G'ojiniyaz Hacimningki siyosiy hayotiga ya oq ya qora deb deyolmaymiz. Biz bunun hayatıga kahraman deb baha berimiz. Çünkü 18 yaşı vaktidan tatip bütün ömrünü özünün azatlığı, vatanının azatlığı, müstakillik için güreş kılgan adam. Bu otur tüzülgen kirişimlerde Sovet ittifaqı bilan nemi değişti, nemi sebepten Sabit Damollan bilan Mahmud Muhitini Aksu'dan qaytırıp ekip Şingsayga tapşırıp vermek. Bunun arxiv görünüşleri fakat biz devletimizin kurulgan vaxtida arxivlarni hiç nem kılalayımız. Biz hazır mı nadallığımızdan siyasi arxivlarını köymey turup liderlerimizge baha beriyatimiz. WhatsApp gruplarında Ahmetcan Qasım'ı hakaret kılavatımız. İlhan Töre'ge, Mehmet Emin Boğra'ga, Mesut Sabri, Muşu liderlerimizge hakaret kılavatımız. G'ojiniyaz Hacimlarga. Xitay qanday kılavatdı? Xitay qarab qın. Zozongtangdan tatip Şingsaygacha bo'lgan bütün jallatlarını kahraman deb chiqaryapti. Xitayning siyosati bundaq. Biz bularning siyosiy arxivlarini köymey turup G'ojiniyaz Hacimning hayatı qanday baha berimiz, Ahmetcanning hayatı qanday baha berimiz, biz evlatlarimizni, dailerimizni haqoratlab, tillab qilaversak, keyingi evlat nima deydi? Bu millatning qahramon emas, bu millatning xoinlar chiqadigan bir millatgan deydigan ideologiyani evlatlarimiz qaytib tashlab qo'yib ketamiz. Shuning uchun Ahmetcan Qasım, İlhan Töre, G'ojiniyaz Hacim, Sabit Damollan, Mehmet Emin Boğra, İsa Yusupaliptekin, Mesut Sabrigacha bo'lgan bu liderlarni bizning oq shoq deydigan haqqimiz yo'q.
Ularni faqat davlat qurib, ularning siyosiy arxivlarini ko'rgandila deymiz. Bizning hozirgi vazifamiz ularning buyukligini, ularning qahramonligini, doiligini tasvirlash va kelajak nasllarga mushundaq buyuk qahramonlarimizning, liderlarimizning bo'lganligini qoldirish. Ularning aybi yo'q. Siyosiy muhit, siyosiy vaziyat vaqtida qandaq biz hozir bilginimizni taklif qilyapmiz. Pan-islamizm, pan-turkizm bu ideyalarning nimasidan bu bo'ldi dedik. Vaqtdagi bu kelishimlar qanday bo'ldi? Shuning uchun mening shaxsan ko'z qarashim hozirgacha o'tgan bu liderlarimizning mekani cennet olsun, ro'yishat olsun. Ben şahsen ularningki tarixiga nayet yüksek bahalarını beraman. Evlatlarımızga şundak yüksek bahalar bilen bu amanetni kaldırıp Cumhuriyetimiz, devletimiz esli kelgende bularga kelgisi evlatlarımız tarih cevap versin. Bularning tarixini biz hozir yuqori baholab turib, bularning bundaq xatolik nuqtalarini muzeyxonlarda qo'yib turaylik. Buni tarix o'zi hukm chiqarib olsin. Biz faqat hozir bularning qahramonlik jasorati, davlatchilik ideyasi mushulni tashviq qilib tursak bo'ladi. Bularning siyosiy arxiv ko'rinishlarini, qog'onlarini muzeyxonlarda qo'yib turamiz, kelgusidagi tarixchilarimiz qilyotadi. Ammo Qashqariya davlati bilan Sharq Turkiston Islom Cumhuriyetining ağdırılış sebeplerinde Türkçülük ve İslamiyetçilik çoğun ayak bilen yoğan şilepini kiyivilip siyasi halkara vaziyetki maslaşmalığımız için düşmanlarının yoktuşluğu sebepçi boğalıqtın ibaret bu açık tecrübe sabahını unutup kalmasımız gerek. Halkara bizi neme verse aval Allah ikinci halkara kanun nizamlığa uygun boğan siyasetten paylanıp durup devlet kuruşka hareket kılışımız gerek. Çünkü iki katımlık devletimizde bu tecrübeni yakaladık. Pan-islamizm ve pan-türkizm hareketininki bizge keltirgen bu palakiti hazırgıcı beşimizgi bala buldu. Elbette biz pan-türkizm, pan-islamizm hareketine karşı emez. Hatta biz Allah'ını qoğdayımız, Allah Teala nesip şundak bir ideyalarının uçuk çıkışlı kılımız. Ama her adam devlet kuruşta özünün putuğu layık, ayak, özünün beşiği layık, dop giyiş gerek. Yoğan ayak bilen yoğan şilepini giyiversek iki katımlık devletimiz şundak oldu. Benim şahsen bu göz karışım tarihi kitaplarını okuyan değil. Hene hoş devam ettiler. Hoş. Yani bir körümümüz yaptı. Şu Abdülhamid Gür'ün İz ve Uyğanğan Zemin romanını okutkan çığımda bir okutuşumuz şundak degentiler. Uyghur bolsanmış romandan okudup. Benim Tümür Halife Ürümçi'ye çıkıdığan çağda mesela Xo'jina Dajimninki to'qsonda men barmayman deb Tümür Halife zo'lisimi unumag'anligi Makkaga ketganligi talay yillardan keyin Tümür Halifening fojiasini bilib turib yana Ürümchiga bu takrorlab oxir Ürümchidagi fojiani bilamiz ham deya mening savollarimning ichida masalan shu Xo'jina Dajimning Sharq Turkiston Islom Cumhuriyeti rais bo'lishni reislikni tanlamay o'lka muavin raisi bo'lishni tanlashga qandaq bir kuch majbur qilgan savollarım bor. Abayma siz asosiyatin so'zlab bo'ldingiz hamda buni. Hamda Majunyaniki bu Cumhuriyet Qashqarda e'lon qilingan bu Cumhuriyet qurilib e'lon qilinib qisqa vaqtning ichida biz programmaning ichida abay dedingiz bu Majunyaniki ishchilari Qashqarga kirib Cumhuriyetning markazini Qashqarning ichida tura olmay nimaga o'tib ketadi? Yakanga chiqdi-ku. Shunday. Hamda bu Qashqarda nihoyatda vahshiy qirg'inchilik ilib bordi. Shunday. Mushu qatliamlar haqida men biroz ko'rmalarimizni shu kunlarni eslatgan bo'lsak. Bu yerga ilib borgan qatlamlarni ularninkini haddi hisobsiz mayni qaynatib turib mayga odamlarni tashlagani, suvni qaynatib turib tashlagani. Tax bu numus qilmay tax o'ziningki shu majmuani numus o'qisak, ummat islom davlati qurmoqchida tax. Ha, umuman ilaqa ma numussizlikni inson tasavvur qila olmaydi. Endi bizdinki bu yerdagi nimadan foydalanib ketgan desangiz, bizning oq ko'ngil xalqimiz bularni musulmon deb İslam'daki yani Müslüman Jangda mag'lub bo'lishning sababini shu deb qarayman. Shu, bütün urushlarda oljilarni bular oladi, tungallar oladi. G'ojniyaz Ajim bilan bo'lgan kurashlarda shundoq hammasida. Shunlashqa yuqoridagi suhbatda dedim-ku, Uyg'urning ikki dushmani var, biri Xitoy, biri Tunganda. Bular bizning tariximizda ilib borgan, Xotanda ilib borgan qirg'inchiliklari, Xotanning gilamlarining shu ishkirga yo'tkilishi Xitoyga. Şu Gomindan hükümeti olsun ve başka balar olsun kılınıp ketken, mecburi setilip ketken, muşu bizden kızlarımız,
nurg'un o'ylarni qirib etganligi oilalarni. Bular Tunganlarninki jallotligi, Tungan qo'shinlarininki. Mavzunun qo'shinlaridan qilishmaydi va Shinsaydan qilishmaydi. Masalan, İzroman to'g'risida so'zlabdi. Bizga Sharq Turkiston Islom Cumhuriyati haqida, Temir xalqining qo'zg'olonlari haqida eng mukammal ma'lumotlarni bergan marhum ustozimiz Abdurahim O'tkir. Abdurahim O'tkir yani bu jihatdan nurg'un izlangan. Abdurahim O'tkir bu jihatdan nurg'un izlanib, romanlarda buni to'liq aks ettirishni o'ylagan bo'lsa-mu, bir parcha romanni yozgandan keyin u roman Xitoyning qat-qat bo'limlaridan tekshirilib o'tib, bu romanninki javharlik yerlari sug'urilib chiqib, faqatla axlat qismlarini nashr qilishga Xitoy ruxsat berdi. Abdurahim O'tkir bu jihatda nurg'un izlanishlarni qilgan, hatto Qo'mol turpallarga borgan, o'zimi butun vujudi bilan millatning mustaqilligi uchun kurash qilgan shoirimiz va jangchimiz bo'lganligi uchun bu romanni yoritib berishga nim qilgan. O'zi shundoq romanlarni yozgan vaqtda, romanlar nashr qilinishdan oldida har qatim ko'rishgan vaqtda shundoq deydi. Shundoq qiynalib ketdim mashina. Har qatim men o'zgartdim, u yana o'zgartdim deydi. Mush romanlarning dastlabda yana shu nashriyatlarda Abduvali Xalpat deydigan bir odam bordi. O'lib ketdi, Alloh jannat ato qilsin. Nayt jasur odamdi. Nim bo'lmasin, mush romanni chiqarayli biz. Mush romanda birinchi Cumhuriyatning qurilganligi. Avlodlar berilib qolsin. Mandaq niyatli odamlar. Mush Cumhuriyatda bo'pti romanni nima deysiz bu Xitoylar dedi. Mush romanni o'qib, Sharq Turkiston Islom Cumhuriyati deydigan bir cumhuriyatimiz borkan bu. Avlodlarimiz mishinchilik tirishib ketgan bu deydigan bizning kelgusi avlodlarimizga bir umid qolsin degan aşadan. Xo'sh. Elbette Allah razı olsun. Bu birinchi Cumhuriyetimiz haqida Temir xalqining qo'zg'olonida o'yg'ongan zaman iz romanlarda O'tkirkam nayt yaxshi yoritib bergan. O'tkirkamning bunda büyük emgigi var. Hatta şu Temir xalqilarni G'ojniyaz hacılarning dastlab qabrisi, ay tajriba o'tir maktabdan Temir xalqining qabrisi shu yerga biz basketbol top o'ynaydik. Mana shu yerni ko'rsatib deb bergan O'tkirkam. Temir xalqini dastlabki ko'mgan yamoshdi. Xo'sh. Deb shunchalik tarixiy nuqtalardan izlangan odam. Uning romanlari kelmagan bo'lsa biz albatta u manbalarni bilmaymiz. Alloh razı olsun shuni kitoblarni chiqargan Abduvali Xalpat, O'tkirkamlarning makoni jannat bo'lsin. Shularning orzusi Sharq Turkiston Islom Cumhuriyati qurilib turgan bu deydigan bizning avlodlarimiz bir umid yulduzi qolib qolsin deganlik uchun. Albatta biz mustamlika millat Xitoyning ostida bo'lganligimiz uchun erkin o'zimizning asarlarini yo'riqib chiqarish nihoyatda tez. To'g'ri. Bir körülmenimiz yaptı, sen tarixi tapançadan okursan, kelgüsü seni zemberek bilen atıdı o, Resul Hamzat o, diyen kişinin yazganıymışken bu. Ma facialik ölüm hakkıda diyeyim batımda, onu mu abay kısır ettiniz, söz olsun içinde. Hakikaten bu 108 ya ki başka belki 103 kişi olsun. İkinişlik şekilde. Yani şu Sovet İttifakı'nın ki, bu üç kan içeri dep tunulgan bu Hacı dep Haşim Hacı'nınki başçılıkdaki bu Melullah tarafından öldürüldü içinişli şekilde. Bunu kayıtlığa düşünmeyle bu açık tragediyalar bilen tolgan tarih kanda bağ birimiz, kanda ibret alımız diyen nəsigimi bir cevap verip olgan buldunuz hem de. Hem de bugünkü zamanımızda Temir Xalife ve G'ojniyaz hacimlarının müşündaq ibretlik akıbetinden ders almayotganlar yok mu diye bir sualım var hem de. Yani şundaq bütün tariximiz qarsak tekrar aldınışla bu yenisi mavu burunqısına oxşamasmı ki başka şey yapıp durdu degandek. Yani oxşaş şu Xitoy sistema oturgu qo'yayotgan narsa almashgan bilan shu Xitoydan bu millat ko'migini qolmadi hamda. Yana shundoq umid kutganlar yo'qmi bugun aldinayotganlar? Albatta bor. Ko'rmang odamlar bor. İlgirki programlarımızda o'tdik. Xitoyningki bu siyosatida tarixdan beri kelayotgan vaqtida bostirish, o'ldirish, bezlash va ko'ngil ilishdan 4 nuqtaga yetdik. Hozirmi bor? Hazırki vakitin özünde Xitoy qanday qilyapti? Bir türküm adamlarimizni, baylarimizni, ziyolilarimizni Sharq Turkiston tuprog'ini 2015dan 2020gacha, 21gacha hozirgacha bo'lganlikda moddiy ma'naviy jihatdan
soyup kırım ilip berip uyarı bizde kırıvetti hazır. Ziyalilerimiz, baylarımız hem bir cihetten, maddi manevi cihetten ayrıldık. Turmalarda ekirip öldürüvetken milyonlarca adamlar var. Hem de Xitay demiş kılıvatıdı, Xalqaranın besimi ve Xalqaranınki talebi boyunca demiş kılıvatıdı, siyasını yumuştudu. 2009'da mыңлыған adamlarımızı öldürüvetti Ürümçi'de. Öldürüvetip 2 yıl bulanı, yani köңlümüzü eğilip, bezlep kıttık. Uygur halkı unutup gitti onu. Unutup gitken depimizni şeyimizde oynap, şunda Türkiye'ye seyahat hemen eskip gitti. Hazır 3. aydan başlap anlaşılağa qaraganda Xitay İstanbul bilen Ürümçi aralığıda aeroplan yollarını, hava yollarını yolu koydu iken, körmеңлыған Uygur pasportunu koltuğa kıstırıp vizalı mendep yana baradı. Ne kampını ölüp ketken qarindaşlarımızdan, ne milyonluğan şehit bulup ketkenlerimizden kan bedelige ma Türk pasportunun kegerligini bilmeydi. Xitay şu kamplarda ölüp ketken qarindaşlarımızı unutuş için bezleş, köңlümüzde eliş, yüzsüden Mart ayından tatip siyasını özgertip, nurgulluğa Uygurlarga vizini verdi, vatanga bardı, keledi, sayahatini içivdi. Bu Xitay ikinci Türkimdeki Uygurlarını yana bastırı şunda kamplar kılış için boş kapqagan turmalarga adam hazırlaydı. Bizden akılsız halkımız yana Xitayning siyaseti özgürüp dep tapqan pulunu apırıp yana Xitayga ticaret kıldı. Yani tapqan pulunu yani şu yapıldı. Xitay yana bu taktikasini kollanıp 3 yıl 4 yıldan keyin yana bir işkin taqaydı. İlgiriki kamplar qamalmay chet elga chiqib qolgan baxti o'ng kelgan Uygurlar ma ikkinchi qatimdagi tozaq tushib yana Xitoy yana bunday shaklda joylaydi. Xitoy tutuvag'larni joylab bo'ldi. Hozir kamplar, turmalar beka chet elga chiqib ketganlarda qandaq aldab akirishning taktikasini boshladi. Yani bizning Uygurlar bordi. Nurg'unlagan qaştish savdogarlari pullarninki millionlagan pullar ketdi. Milyonlagan pullar ketdi. Men tam şahit bo'lgan pullar bor. Xitoylar ketdi qo'shini Xitoyning bankalari. Xitoyning tashqi ishlar ministrligi, mishariki Turkiya tashqi ishlar ministrligi bilan shu pullarni ketdi. Şu aqlsiz baylarımız shunchalik pulni mishaga İstanbulga ko'tarib kelib, ya o'quvchilar uchun bir rabat, ya bir yurt, ya bir bina, ya bir kutubxona sap qo'ydimi, sap qo'ymadi. Xitoy yap ketdi. Jenini Xitoy dedi, melini Xitoy yap ketdi bularning. İlgirki baylarımızca o'qimagan bo'lsa-mu, rabat sap qo'yibdi, rabat. Pakistan'da, Saudi'deki baylar Allah razı olsun, makan cennet olsun. Qashqar rabat, Xotan rabat sap qo'yibdi ki. Kelgan hacılar rahat yatdı. Kelgan o'quvchilar rahat shu yerga yatdi. Bizden milyoner bo'lib ketgan baylarımız Türkiye'de nima qildi? Bir sap qo'ygan bir tonor var bir yerda. Samida ishdi mana. Hamma pulni voy Xitoy yaxshi bo'lib ketdi. Bizga yaqin kelmanglar dedi. Pulning hammini Xitoy joylab ketdi. O'zini turmada o'tdi, pullarni musodir qildi. Endi Xitoy yani 3-4 yilgacha yana pul tepib sen yana ma qapazning ichiga kiradigan shaklda nurg'unlagan odamlarni da'vat qilyotdi. Yana barıdı bizden halkımız, yana baylarımız, üyelik, yana pullarını şundan kılıdı, yana Xitoy buldu. Tarihten beri kelavatkan neyse, Şinsay, Jinşur'un yağızı Şin zamanında kanda kıldı, Tatar, Özbek baylarını cayladı, yine Uygur baylarını. Milletin maddi ve manevi cihetten ilvetken dinkili bu millet neyim gaylındı? Hiç nimeniz kalmaydı sizin. Royetiniz böyleydi bu milletinki. Xitoy şu taktikini kılvadı. 2015'ten hazırlıkça 2014 müdeyle milyonlagan kızlarımızda, oğullarımızda öldürüp etti. Yani şulanın ölümünü, yani şulanın kan bedeli kelgen pasportlarga, yana şu pasportlarını nomus kılmayı Xitoy konsulluğunu tanısa o adamlarga Allah köңlüge insaf etsin deymiz. Allah köңlüge insaf etsin deymiz. Hem de Xitoy bizim chet eldeki mücadelemizni, chet eldeki nimimizni texnik azizlik üçün qanday qildisi ularga yaxshi siyasetlerini berdi. Yani vizlerini koyup berdi, yana bardı ularning oruq tuqqanlari siyaset qilib alaydı diqqat qilish. Bunun qilish kerak da. Bu düşmandan hiçbir zaman. Bu Xitoyning bu taktikli. Şunlaşqa men yuqorida nim dedim Fukam? Davlat ahli bo'lish kerak. Davlat ahli degan nima? Shu davlatni qurish uchun qanday aql ishlatamiz? Teşkilat ahli bo'lish kerak. Ma'ning ashxonasi bor ekan, ma'ning puli bor ekan, ma'u palayadin kapti, dasturxon septi deb hamma tomoqni yevermaymiz. Bizga aql ko'rsatadigan odamlarni yig'amiz. Bu odamlarni bunday kitobni ichib varaqlagandek, 7 avlod qish tekshiramiz. Bu kommunistning bolasimi, bu xoinning bolasimi, bu Qurban Tulumning navrisimi, bu Harunxon Hojimning navrisimi, buning dadasi Gungchandangni nima ish qilgan tekshirib qilamiz. Bu bayrak götürüp yaptık bu pul verdik ya, dasturxon saladik ya deb bizning xalqimizdan ki ishti bek yaxshi bo'lgandan keyin yaverdik ya tamoqni. Düşmanimiz chig'ida, mana shu kommunist hozir bizni shunday qilayotgan. Har qanday bir o'ringa akagan
bizden bo'lgan shu amaldorlarning 70 sulolesini tekshirib, ondan keyin o'ringa qo'ydiki, dushman. Sharq Turkistonga Sho'krat Zokirni qo'ydi. Sho'krat Zokirning dadasi Abdulla Zakir Sharq Turkiston xalq inqilobini setib etgan odam. Abdulla Zakirovni ma'mur rais qildi. Xitoyning aqlligini ko'rdingizmi? Shuning tarixini aqtirib turib, Sho'krat Zokirni Abdum rayonga rais qildi. Mening dadasi bizga xizmat qilgan odam deb. Mening dadasi deb xizmat qilgan odam. 80-yillardan keyin tunji qatim chatal chiqqan oliy maktab o'qish mukofotini olib chiqqanlar kimlar chiqdi ekan? Bütünlüğü komünistin balları çıktı. Çünkü hukuk pul var ularda. Bir puhranın balısı çıktı mı? Çıkamadı. Xitay mandak tekşirip dur çıkırdı. Ma komünistin balısı çıkarsa bana hıyanat kılmaydı. Çünkü bunun dadısı benim cımomamını, şipemini içip benim rahatını kögendeydi. O rahatını görmeye adam çıkıp aptı taşatıdı. Çıkıp aptı taşadı. Xitay akıllık zerek kalıp bizden kadim tarihlerimizi yazıp kaldırgan. Şunun için Sho'krat Zokirning içine çıktı. 7 avlod Shakir Abdulla Zakirov Sharq Turkiston 46-yilda qurilgan Sharq Turkiston Xalq inqilobi partiyasini setib etgan odam dedi. Qolganlarini itib o'ltirib etdi. To'xti Qurboni, Iminov deganlarni qanday qildi? Ilib o'ltirib etdi. Iminovga okul silib o'ltirib etgan odamlarning bolalari tashkilotlarning beshi tursa, endi shuning bilan bizning da'voyimiz qanday bu gapdan desak bek jiq gaplar bo'lib turdi. Şunun için tarix kimlerning ustida takrorlandi. Tarix ham takrorlanyapti. Yana takrorlanyapti. Şunun için insan yeydigan aş poqva, yemaydigan aşva deydi Uyg'urlarning. Bunda qattiqroq gap qilsak. Tamoqlarni tanlab turib yeyish kerak. Odamlarga buningga qarab turish kerak. Xitoy hozir başı 3-oydan tortib xalqaro o'zini yaxshi ko'rsatish, xalqaro kishilik huquq, xalqaro Uyg'urlarga berayotgan paravarlikni ko'rsatish va olimpiyatda ko'rdingiz qanday qilyapti. Shu ishlarni elib boradi Xitoy. Elib borganda bizning oq ko'ngil xalqimiz chekkan azob oqibatlarini unutib, yana gullab berishi mumkin, yana kirishi mumkin. Bularga Allohdan ko'ngliga hidoyat tilaymiz. Albatta har kim o'zining ota-onasini sevg'inadi, bularni biz bilamiz. Berib kelgan odamlarning hammasi eskinmaydi, hammasi xoin bo'lmaydi. Lekin to'g'ri siyosat bilan millatning manfaatiga kelayotgan, millatning qon tariga kelayotgan bu narsalarni to'liq farqlantirib. Bo'libmi tashkilotlar sezgir bo'lish kerak. Tashkilot ahli bo'lish kerak. Uni bo'lmay mening oshxonasi bor ekan, mening kebabxonasi bor ekan, mening dadasi uya jujanka deb chiqarib qo'yganda u tashkilotlarga xalqlarningki ishonish darajasi yo'q bo'ladi. Nurg'unlagan qo'nchoq inqilobchilar va qilayotgan. Ben Mişeh'deki programını, Hocaniyaz Hacı to'g'risidagi programını Mişeh'de çıkıp siz bilen her kıtımlık tarih söhbetimde kılışım için 10 ağıyla var, 10. Amerika'da, Avrupa'da hemmisinin atanesi 1. Cumhuriyet dadıları 2. Cumhuriyet katnaşkan adamlar, sap adamlar. Ma çimideki nesne kanına gevlendirip çıkımız değil mi? Hocaniyaz Hacı'nı kanına gevlendirip. Biz WhatsApp grubumuz var. 2. Cumhuriyet'in kuruluşu katnaşkanlar. Mesela Turgun Almaz deysiz, Abdurrahim Ötkör deysiz, şulardan balları var. Muşu obrazda qanday çıkımız gerekiyor. Ben çıkıptı bir yere güldürlep, valaklap, sözlep, özlemnin kararını vermeymen. Neymiş olar bilen söhbet ötküzümen? Yıldızı, sap yıldız, altın. Turgun Almaz, Abdurrahim Ötkör, Hacı Akıp, Anat bu adamlar. Bir ömür inkılap gözünü vergen. Biz aşılar bilen timini mesletleşimiz. Biz timini, bu resimlerini bir yerden tip bulamayman. Mesela Allah razı olsun bana resimlerini temellevatkan tarihli. Muşular bütünlüğü qanday qıldı desiniz, 2. Cumhuriyet qatnaşkan inqilabçılarning balları, jangchilarning balları. Nurg'unlagan tarihi narsani beryapti. Voy, mandaq bir tarihi narsa tepildi. Voy, mandaq bir tarihi resim tepildi deb. Biz hozir mushu o'tgan Sharq Turkiston tarixida o'tgan millat vatanga badal to'lagan odamlarning ismlari unutilib ketmasin deb cho'ng qomus shaklda mashina yezib qoldiryapti. Masalan, Hocaniyaz Hacım Ürümçining nerede o'tgan, Abdurrahim Ötkör kimdi, Turgun Almaz kimdi, boy egizligi, muşularning oila tabab kirib chiqishlari, muşularning avlodlarini kelajak avlodga qoldirishimiz kerak. Kelajak avloddagi Uyg'ur davosiga kommunist xoinlarning bolalari emas, shu jumhuriyatlarni qurishga qatnashgan inqilobchilarning, mujohidlarning, jihatchilarning bolalari sahib chiqish kerak. Shu vaqtida bu inqilob, bu davo söpsüzük bulak suyuna kalkıdı. Biz bu kitaplarını yazıp kaldırışımızdaki sebep ne mi? Biz her şembe günü sözleşivatımız başlarını, resimlerini topla. Bugünkü resimlerini gördünüz. Mahmuthan Beyvetçi'ninki, aşağıdaki bağlarınki. Şu kerindaşlar bizi belgelendi. Elbette Allah şularda razı olsun. Biz bunu kelgüs evlatlar yetkizimiz. Bugün bana yakşı bir program oldu.
mərhum liderimiz, qəhrəmanımız Gojniyaz hacımның makanı cennet olsun, royu şəhid olsun. Şu ekran aldığındaki körgüçülər, muşlar bilen şehit boğan şehitlerimizge Gojniyaz hacımның royuğa namazları dua qıp koysun, bizden kolumuzdan kildiğen şu. Bu keyingi programlarımızda mı, yani biz tarihimizge ait, Şərq Türkistan Cumhuriyetimizge ve muştuprağımız üçün ter tökken, kan tökken ve cinini pida qılğan qəhrəmanlarımızda obrazlarını yani görlendirip çıkıp yani sunumuz inşallah. Körülmelerge sunumuz, kəm körülmelerinin bu vakit çıkarıp bizden programlarımızını söyleyip ben şu körüp atqanlardan türlük inkasda keledi, telefonda keledi, Allah razı olsun. Şularımı vaktini çıkarıp nim qılıp atıdı. Bu programını ben her kıtım tayarlıqtın aval, o nurgun adamlar bilen söz işimen. Muşundaq bir temine çıkımız, qandaq şekilde çıkımız, senin fikrin neme, muştunğu deyme. Bunodaki adamlar hemmisi, bu 10-15 adam var, 2. Cumhuriyet'te cenene pida qılğan. Ölmez eserlerini yazgan. Sap adamның balları. Ular elbette bana sap fikirlerini verirdi. Hoş. Şunun için bizim bu programımız naiti etrafımızdaki dostlarımız ve bizni kollagan qerindaşlarımızdınki medeti bilen, Allah'ın kudreti bilen yoruluk çıkıvatıdı. İnşallah bunun keyin bu texnik yaxşı eserlerini yoruluk çıkışkı tırışımız. Köp rahmet. Şu 2000 sabay bugungi xabarimizni ba'zi ko'rmalarimiz inshaalloh hali ko'rish mumkin. Bugungi xabarda 2022-yillik Xitoyning plani hozir masalan lager masalasi, irqiy qirg'inchilik masalalarininki qat'iy bu mashinalar kelgandiki o'zgarmaydiganligining bir dalili sifatida Xitoyning o'zi e'lon qilgan xabarni ba'zi 2022-yil plani 2,5 milliondan jiqroq insonni surgun qilib boshqa yerlarga yo'tkab işiltiş yani atalmış şekilde 5. emgek güçlüğü 1,5 milyon insandan bulsam şu atalmış hazır kesfi marif terbiyeleştirmesi var. Şu yerde terbiyeleydi Allah'ını elan kan haberini bağdık. Bunun ikinci siyasetin ama bir taraftan ondan kısa bir taraftan bu lager yani halkını bu izleşinin ki devamlı işte Allah'ından çok bir işareti boz gerek falan diye. Şıkıp halkımız... Bu bişareti Fukam 49. yılı 10. aydan 23. günü Xitay Kompartiyası tuturak kirgende bu kırgınçılık başlanğan bir yılının içinde 49'un 50 kişi boğarlıkta Wang Jing'nin Zhongyang'a yollagan özütüde 48.500 adam attım. 50 kişilik bu toprakta da milli bölgünçe eksini kılıp çıkmaydı degen. Bu yerdeki zulüm, bu yerdeki iş ne zaman tügeydi? Xitay Kompartiyası Xitay'ını qoğlap çıkağanda. Bizden bu yerdeki davayımız dinli dava emez. Bizden bu yerdeki kişilik hukuk davayımız emez. Ular Tungallar deydiğen gap. Bizden namazımızı okutmadı. Tunganın davası o. Bizden davayımız zemin davası. Zemin davası. Tuprak davası. Bu tupraktan Xitayını qoğlap çıkarıp Şərq Türkistan bayrağını tiklemek için bir yerki zulüm tügümeydi. Rəng özgüreydi. Jinşurun ketdi. Şingsay geldi. Şingsay'dan kim bula geldi. Bu hazırgıç davamçı. Rəng özgürüp atıdı. Zulüm tügümeydi. 2084'ün raporu degen İngiliz kitap çıktı. Şunu da ne mi yazdı? 2040 bağıcı bu milletin tügütüp buldu deydi. Amerikalık tədqiqatçı. 2040 kişi bağış tügütüp buldu bu millet neydi? Xitayning stratejisi şu. Her bir milletin devlet ehli nereden keldi? Akıl paraziti nereden keldi? Şu milletin felsefesinden. Türklerin felsefesi qandaq? Nim bolsan kel Mevlana'nın felsefesinden. Şunlaşqa her yerden adam tek çigirsini içip ettik kiradaydı. Xitayning felsefesi nima? Konguzning felsefesinden keldi. Xitayning devletçilik ideyasi. Tarixning özü düşmelişi. Bu nimni gellik? Sen özüңdün farqlandırgan hemisi öldürüp ketdiydi. Bu yerde Xitaylı kalsın deydi. Mongol nerede şimdi hazır? Mongollar nerede? Yuanzhou, Yuzhou falan Yunan asallıklarında Mancular nerede Afgan? Bunundan sava kılış gerek. Bunundan sava. Xitayning o yumşamdaki, bunda kılamdakidir. Dedim ko, bastırış, öldürüş, bezleş, köngül neyleş, unutuldurış. Tekrar. Muşu 5 stratejisinden hazırgıcı tarihtin boyuna eğilip berip oturup özgermeydi bu. Bizden davayımız Tungalarının davası tek emez. Dinli namızımızı okutmadı, rozumuzu, sakalımızı kesip buruptumuzu maymak kıp koydu. Deydiğen dava emez. Zemin davası, kan davası. Bu kol gelgen de emmesi kolumuz kildi ki. Bu bayrağınızı tiklemeyi, devletinizi almayı. Kandak bu hukuklar keldi. Bizdenki bir yerdeki o silik sipahilik bilen kıladığan adamlarımız İngiliz, medeniyetlik, Rus emez. Bu dünyadaki en necis bir millet. Bütün neslini yevatkan adam, balı yediğen adam, insanın güçünü yediğen adam, Uygur'unu yevetmez mi bula?
Bu elbette bir yerdeki mücadelede fark buluş gerek. Mücadelede fark buluş gerek. Bizden bu davayımız Tungallarning davası o. Namızımını okutmadı, onu kılmadı. Bizden davayımız kan davası, toprak davası. Hoş. Endi bu şu davada biz qandaq şekilde qo'lga keltiramiz deganni xalqaro atmosfera deb xalqaro atmosferaning hammasiga kirmaymiz. Biz qandaq shartlarni o'rlaganda xalqaroni biz ustalga kelamiz. Qandaq shartlarni qilganda xalqaro bizga yordam qiladi. Qandaq shartlarni qilganda Xitoyni biz kishilik huquq ustiga kelamiz. Kishilik huquq Dalai Lama Nobel mukofoti oldi. 158 qitim Dalai Lama bilan Xitoyning suhbat keldi. Nima natija chiqdi? Nol. Xitoyning bu taktikasini tarix o'qigan odamlar biladi. Xitoyning bu taktikasini. Xitoy qanday vaqtida ustal ustiga keladi? Sizde kural bo'lgan vaqtida Xitoy ustiga keladi. Xitoy 1990-yilgacha Sharq Turkistonga mablag' solmadi. Sovet ittifoqi bati. O'rta Osiyo bo'linib ketmagan. Hamiram tarixni biladi Xitoylar. Hamiram Sovet ittifoqi bu yerga hujum qilib qolsa, bu yerga mablag'imiz qoldi deydi. O'rta Osiyo bo'linib chiqib ketgandan keyin Xitoy bexara nayati xotirjam bo'lib ketdi. Bu tuproq bizga qoldi endi. Bu tuproqni xalqni endi biz parchalab, yeb, kavab tugitib tuproqni olamiz dedi. O'rta Osiyoda Qozog'istonda bo'lgan namoyishda Rus askarlari kelibdi, Xitoylar qanday bearam bo'lib ketdi? Xitoylar o'zining chegara atrofida Rus askarlarining va Amerika askarlarining turishini xohlamaydi. 90-yildan keyin Xitoy ishini ichib o'tib milliard mablag'ini soldi Sharq Turkistonga. Chunki bu yerga o'ziga tahdid bo'layotgan, tarixdan beri o'ziga xiris kelayotgan Sovet ittifoqining askarlari bo'lmaganligi uchun Xitoy xotirjam bo'lib ketdi. Suhbat qanday vaqtda keldi? Siz bilan men so'qishib qolsam, kecha baş ishxonada tillatsak bir odam kelmay soqchi. Men qo'limga pichoq olib sizning biringizni tiqay, siz tilporib qilga, soqchi kelmasmiki? Jandarmi keladi. İnqilab davlat qurish degan qoral orqali qilgan gap. Ko'pdan ko'p rahmat, vaqtimizni berilgan vaqtdan 2 haftaga yaqin oshirib o'tdik. Mishada oxirlashtiraylik. Rahmat. Qadrlik ko'rmalarimiz shunday qilib haqiqatan bir ichinishliq tarixni qisqa vaqtning ichiga sig'dirishga tirishdik. Insonning hamda haqiqatan bugungi Xo'jayniyat hajmininki 1889dan 1938-yilgacha 49 yillik bir hayotga sig'dirgan bu fojiada o'zi bir albatta bugun mavjud bo'lgan narsalarni, materiallarni o'qib, ba'zida bu Qur'onni o'qigan vaqtimizda har qanday odam birdam yig'lasa, birdam ichinmay turolmaydan bu ishlarga nima ish qilib shunday bo'ldi deb. Biz baho beruvchi emasmiz. Rabbim mayli nima bo'lsin bu liderlarimiz programmada deyilgandek necha insonning umriga sig'diriblanmaydigan normalda 49 yosh bir insonning hamda xabar o'zininki qirolliq davriga yetgan bir insonning hayotida bu dunyodan nayt fojialik holatda o'ldirilib, shu o'ldirilgan vaqtidami shu jallatga qaqaqlab kulib turib, men shu so'zi haqiqatan oltin harf bilan yozishga tegishli so'zlar. Bana kelgan bu o'lim men uchun yengillik emas deydi Xo'jayniyat hojim. Men oldinib Urumchiga kelgan kunida o'lib bo'lgan. Aytib qo'y, Shingdoban degan Xumper Lomovdiga aytib qo'y. Buni Hoshim hoji boshliq men ularga deb o'tdim. Men o'lgan bilan xalqim o'lmaydi, inqilob tugamaydi degan eng oxirdagi shu o'ldirilishdan burun, shahid qilinishdan burun degan bu so'zi bugun kungacha har birimizga bu yolda, bu vatanning yolda sonini biz bilmaydigan darajadagi qahramonlarimiz, shahidlarimiz ketdi bu yolda. Va tugmaydi. Ta biz mustaqil bo'lmoqcha shu liderlarimiz arzu qilgan bu kun bizning vatanda bu quyosh porlig'icha bu hargiz bu inqilob kurashlarimiz tugmaydi. Bu ruhda minishimiz kerak. Nurg'ulg'al kishilar bu bo'lgan shu vaziyatda biz yashamadik. Shu vaziyatda Xo'jayniyat hojim bo'lsin va boshqa liderlarimiz bo'lsin, ularning beshiga kelgan shu sharoitda biz bo'lmadik. Bugun biz bu yerda yumshoq o'rindiqlarimizni o'ltirib turib, issiq uyimizda o'ltirib turib, bular ko'rgan shu vaqtda yashagan u darajada fojialik, bir-biridan o'ta qiyinchilik kunlarning birini yashamagan bir insonniki bugun tarixiy shaxsiyatlarimizga ma'xata qilgan bu hayliq qanti, muşның sebebinden bilgen biz manda olduk deb söz etişqa
ağzımızda kelgende sözleşken hakikaten hicil buluşumuz kerak, hicil buluşumuz kerak deb qarayman. Biz en ahirki kişi oluşumuz mümkün undaq hüküm çıkarış için degandek bu tarix albatta mustaqil bo'lgan vaqtimizda uning jipidan yana sig'acha echilib bu qahramonlarimiz uchun nurg'unlagan ularni yig'lab turib ko'radigan filmlar ishlanadi inshaalloh biz bunga ishonamiz ularning tarixini yoritadigan shaklda biz bulardan o'rganishimiz kerak hech bo'lmagan degan zamin yuzida shu qahramonlarimiz men o'ylaymanki minglagan sonni biz her bir urushlarda ta shu o'lab ketkishi bo'lgan 49 yoshli insonning degan qaysi bir Uyg'ur lider qaysi bir Uyg'ur degan bir 10 xitoyni yer chiltaldi bu degan ba'zilar yaratmayotgan bu shaxsiyat bu liderimiz minglagan xitoyning qinni yerga to'kkan inson o'ylab boqaylik va bu va buning sabdoshlari shu mujohidlar minglagan xitoyni yer chiltib terip-iran qilib o'tgan qahramonlarimiz. Bilgan qaysi birimiz buni qila oldik. Inshaalloh bu sharafni bizga ato qilar Rabbimiz. Allah ömür verse aldığımızdaki bütün ko'rmalarimiz inkas yozgan, nayeti qizg'in shaklda ko'rayotgan har ikki Facebook, YouTube'da hammadan ko'p rahmat aytamiz. Allah ömür verse aldığımızdaki sonda boshqa bir qahramonimiz bilan yuz ko'rishguncha aman bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.